Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun davom etamiz assotsiatsiya tayyorlov guruhimiz bahorga. Bugun juda ham yana muhim dars. Xudo xohlasa darsni boshlaymiz. Bugun darsimizda sizlar bilan sanoq sistemani haqida gaplashamiz. O'tgan dars haqida to'xtaldim, chunki muhokama ham qildik. Sanashni va rim raqamlarida o'rgandik. Bugun darsimiz demak arifmetik amallar. Demak, sanani qo'yamiz, daftarlaring tayyor bo'lsa, ayrim fishkalar berib ketaman. Bugun nimalar o'rganamiz? Demak, bugungi sanamiz 11-chi 2025-yil. Mavzu arifmetik amallar. Sanoq sistemalarida arifmetik amallar. Arifmetik amallar. Bu juda ham muhim dars. Xudo xohlasa, bu darsning oxirida ancha ma'lumot olasiz va uyga vazifalar ishlab o'zlaringni sinab olasizlar. Ketdik. O'zi arifmetik amallar qaysilar? Bilasizlar, bular 4 ta asosiy arifmetik amalni o'rganamiz hozir, qolganlarini keyin, chunki qoldiqli bo'lish narsalar bor, ular boshqa bo'limda o'qitamiz. Demak, birinchisi qo'shish bor. Ikkinchisi ayirish ishlatiladi. Ayirish bor. Uchinchisi ko'paytirish. Ko'paytirish bor. To'rtinchisi bo'lish bor. Bo'lish. Bugun darsimizda mana shu to'rosini o'rganamiz. Har xil sanoq sistemalarida o'rganamiz. Demak, boshlaymiz. Qo'shishdan boshlaymiz, do'stlar. Qo'shish. Endi qaylar? Oddiy qo'shishdan boshlayman. Misol uchun 10likda. 10likda qanday qo'shilardi? 10lik sanoq sistemasi. 10likda mana ixtiyoriy son bo'lardi, to'g'rimi? Ixtiyoriy son bo'lardi. Misol uchun 2 xonali sonni yozardim. Misol uchun 9 ga qo'shaman 7 ni dedik va teng so'roq edi. Ya'ni so'roq. Buni qanday ishladik? Doim usul bor, misol uchun pastma-past qilib yozib olamiz, plus 7 qilamizda, bunday bo'lardi. 9 ga 7 ni qo'shdi, oddiy bilasizlar, 16 bo'ladi-da. 16 ni 6sini yozib, 1-ni bu yoqqa yozamiz. Mana shu qoidani bekorga yozmayapman. Buni arifmetika asosi bor-da o'zi. E'tibor bering, bu qayerdan kelib chiqyapti mana shu 16? Bu bekorga tushuntirmayman, ilmiy asosi. Qaranglar. 10lik sanoq sistemasida 0, 1, 2 va hokazo 9 gacha bor-ku raqamlar. Qaranglar, qo'shganda mana 9 ga 7 ni qo'shganimda 16 bo'ladi-ku, ya'ni 9 ga 7 ni qo'shganimda teng 16. Mana bu 16 soni yo'q-da, chunki bizda qaysilar bor? 0 dan 9 gacha bor. Shuning uchun 16 ni yoza olmaydi-da. Bu sizlar o'rganib qolgansizlar 16 qilib ishlatishdi, lekin hozir qolgan sanoq sistemini tushuntiraman. Shuni nima qiladi? 10 ga bo'lib yoradi. Ya'ni 16 ni bo'lib yoramiz 10 ga. Ya'ni 10 ga bo'lganimizda bitta butun bo'ladi-da, 10 bo'ladi-da, bu yoqda 6 qoldiq qoladi. Mana bu 16, qayerdan kelib chiqadi? Mana bu 6 ni yozamizda, bitta butunni bu yoqqa olib o'tishni hisobiga bir shunaqa ishlab ketilgan. Sistema shunaqa ishlaydi. Bu qoida o'zi biz o'rganib qolganmiz. Misol uchun 20 ga buni qo'shsak, mana boshqa misolda ko'ring. Misol uchun 10lik sanoq sistemasi. 10lik sanoq sistemasi. Misol uchun 28 qo'shilgan 36 desak agar, shunaqa misol beriladi. Pastma-past qilib yozadi. 28 qo'shilgan 36. 8 ga 6 ni qo'shsam 14. Mana o'zi 10lik sanoq sistemasida qaysilar bor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 bor. E'tibor bering. 8 ga 6 ni qo'shsam, mana 8 ga 6 ni qo'shsam 14. Bu bormi? Yo'q. 14 yo'q bo'lganligi uchun ilmiy asosi ham bunaqa bo'ladi-da. 14 ni bo'lib yoraman nechiga? Qaysi sanoq sistemada ishlayapman? 10lik sanoq sistemada ishlayotganim uchun 10 ga bo'lib yoraman-da. Bu yoqqa butun qismini yozaman. 10 bo'ladi-da, 4. Mana bu qoldig'ini yozaman. Mana bu qoldiqni olib kelib yozaman bu yoqqa. Mana 4. Mana bu butunini aslida qoida shunaqada. Mana 4 ni bu yoqqa yozaman-da. Mana bu butunini esa bu yoqqa olib o'tib ketaman bu yoqqa.
butuni bu yoqqa o'tib ketdi. Keyin 1 ga 2 ni qo'shsam 3, 3 ga 3 ni qo'shsam 6. 6 bormi sanoq sistemada? Ha, bor. Bor bo'lsa yozib qo'yaveraman. Yo'q bo'lsa, ya'ni katta son chiqib ketsa bo'linadi. Mana shu qoidani eslab qolinglar. Endi boshqa sanoq sistemada ishlaymiz. Demak, buni tushunib oldilaring. Nima qilinar ekan? Buni tushunasizlar, chunki yodlab olgansizlar. 1-sinfdan boshlab shu ishlatilgan, lekin 1 butun, 2 butun deb ketadi, lekin ilmiy asosi o'rgatilmagan. Ilmiy asosi sanoq sistemadagi sonlardan katta bo'lib ketib qolsa, o'sha sanoq sistemasiga bo'lib yuboriladi. Mana shu narsani asos qolgan sanoq sistemada ishlaydi. Endi mana ishlaymiz. Boshladik. Ikkilikda qo'shish. Ikkilikda qo'shish. E'tibor bering, ikkilikda qo'shishda, ikkilik sanoq sistemasida son aytinglar. Ikkilikda qaysi raqamlar bor edi o'zi? 0 bilan 1 bor-da. Biz ikkilikda mana shu sonlardan raqamlardan son tuzamiz. Misol uchun mana birinchi soddasini qilaman. Misol uchun 10. Mana misol. 10. 2 qo'yishga majburmiz. Qo'shaman nechini? 11 ni. Teng so'roq degan misol ikkilikda. Buni qanday ishlaydi? Buni pastma-past qilib yozaman, e'tibor bering. 10 ni yozaman va 11 ni yozaman. Endi e'tibor bering, mana bu yerda birlar xonasiga, o'nlar xonasi, o'nlar. Doim nima bo'ladi? O'ng tomondan, mana bu o'ng tomondan tirab yoziladi. Endi 0 ga 1 ni qo'shaman. Mana 0 ga 1 ni qo'shsam nechi bo'ladi? 1 bo'ladi. 1 ikkili sanoq sistemasida bormi? Ha, bor. Bor bo'lgani uchun yoza olaman. 1 ga 1 ni qo'shaman, 2 bo'lyapti. 2 bormi? Yo'q. Yoza olmayman, 2 yozish mumkin emas. Nima qilaman? Mana bu yerda sirasi nima qilaman? 2 ni yozaman-da, bo'lib yuboraman nechiga? Qaysi sanoq sistemada ishlayapmiz? Ikkilikda. 2 ga bo'lib yuboraman. 2 ni 2 ga bo'lsam qoldiq butun bitta va 2 bo'ladi-da. Qoldiq nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Endi mana shu qoldiqni mana bu yerga olib kelib qo'yaman. Ya'ni qoldiqni olib kelib qo'yaman mana bu yerga. 0. Qoldiq qo'yiladi doim. Tushib qoldi 0 borda, chunki ko'ryapsizlarmi? 0 bor, mana 0 bor. 0 borligi uchun 0 ni yoza olaman. Mana bu 1 ni esa, mana bu 1 ni esa, mana bu 1 ni esa nimaga olib kelib qo'yaman? Tepaga olib kelib qo'yaman. Mana keyingi qatorga olib kelib qo'yaman. Mana bu yerga. Keyingi qator keladi. Endi e'tibor bering, 1 ni pastida boshqa son yo'q, o'zi nima bo'ladi? Pastga tushaveradi. 101 bo'lyapti. Javob ikkilikda. Demak, javobi 101 ekan. Yana misol ishlaymiz. Savollarni to'plab boraverasizlar bemalol. Ketdik. Endi yana misol ikkilikda. Ikkilikda misol mana. Endi 3 xonali yozaman. 101 ikkilikda qo'shilgan 11 ikkilikda teng mana so'roq. Nima qilaman? Tezda ishlash, yechish. Yozaman. 101 qo'shilgan mana 11. 2 manga 2 qo'yish kerak o'zi aslida. Endi men qo'ymayapman. Ikkilikda qo'shaman. Demak, 1 ga 1 ni qo'shaman, e'tibor bering. 1 ga 1 ni qo'shaman. O'zi yodlab tashlaysizlar buni. 1 ga 1 ni qo'shsam 2 bo'ladi-da. 2 ni yoza olmayman. Shuning uchun nima qilaman? 2 ni bo'lib yuboraman 2 ga. O'sha gap, bitta butun va 0 qoldi. 0 ni olib kelib qo'yaman bu yoqqa. Mana bu 1 ni qayoqqa olib kelib qo'yaman? Bu yoqqa olib kelib. Shuna qilib yozib olinglar, shoshilmanglar, chunki esdan chiqib qoladi-da. 0 bo'ldi. Endi yana mana buni qo'shib chiqyapman. 1 ga 0 ni qo'shsam 1, 1 ga 1 2. Yana o'sha ish takrorlanadi-da. 2 bo'lganda doim nima bo'lyapti? Bu yoqqa 0 tushyapti. Bu yoqqa 0 tushyapti. Va bu yoqqa nima bo'lyapti? 1 bu yoqqa o'tyapti. Endi keyingi qatorga o'taman. 1 ga 1 ni qo'shsam yana 2 0 ni yozaman. Yana 1 bu yoqqa o'tib ketadi va 1 hech nima o'zi yo'q, 1 o'zi tushadi. Demak, javobimiz mana javob 1000 bo'lar ekan ikkilikda. Tushunaymi ustozlar? Ya'ni qo'shib ketaveraman. 3 xonali bo'lsa ham farqi yo'q. 3 xonali bo'lsa ham qo'shib ketaveraman-da ikkilikka bo'laman. 3 xonali yoki 4 xonali deb ko'ramiz mana ikkilik.
ikkilikda qo'shish endi. Mana 11 ikkilikda qo'shilgan 101 ikkilikda qo'shilgan 110 misol uchun. Teng so'roq. Buni ham nima qilamiz? Yechamiz. Yechish. Pastma-past qilib yozaman. 11 yozaman. Ikkilikda qo'shaman 101 ni. Bunda yozib qo'ymaylar mana. 101 ni mana bunaqa yozib qo'yib, maytdan yozmaylar mana. Birlar xonasi bir xil tushishi kerak. Bilasizlar-a? Nima qilaman? 101 ni bunaqa qo'shib yozaman. Birin-ketinlik farqi yo'q. Keyingisi 110 ni yozaman va qo'shib chiqaman. Bu ikkilikda hammasi. E'tibor bering. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 2 ni yodlab oldilar. Ya'ni 2 bo'lganda doim nima bo'lar ekan? 0 yozilib, 1 bu yoqqa o'tar ekan. Endi keyingi xato. Mana shuni esdan chiqmasin tepaga yozish. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 0 va 1 ni qo'shsam 3 bo'ladi. 3 bormi sanoq sistemada? Yo'q, faqat 0 bilan 1 bor-ku. 3 yo'q. 3 yo'q bo'lganligi uchun nima qilaman? 3 ni bo'lib yuboraman nechiga? 2 ga bo'lib yuboraman. 3 ni 2 ga bo'lsam bitta butun bo'ladi. Qoldig'i 1 bo'ladi. Nima edi? Qoldiq kelar-edi. Qoldiq bu yoqqa kelarmidi? Ya'ni 1 bu yoqqa keladi. Mana bu 1 esa bu yoqqa o'tadi tepaga mana. Tepaga o'tadi. Tepaga o'tadi. Endi yana keyingi qator, mana keyingi qator. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 2 ga 1 ni qo'shsam 3, 10 qator bo'lsa ham qo'shib ketaverasizlar. 10 bo'lsa ham nechiga bo'lasiz? 2 ga bo'lib yuborasiz. Shuna qilib ketaveradi. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 2 ga 1 ni qo'shsam 3. 3 ta eslab qoldilar. Doim 2 bilan 3 ni yodlab yuboringlar. 3 ta doim 1 qoldiq. 1 butun. Endi bu yoqda 1 butunga qomatda 1 o'zi nima bo'ladi? Tushaveradi. Demak, javobimiz 1110 bo'lar ekan. Demak, javob 1110 nechilikda? Ikkilikda. Tushunarli. Endi mana 4 talikni ham ko'rib bering. Mana keyingisi 4 talik misol uchun. Misol ikkilikda qo'shish. Ikkilikda qo'shish. Mana. Misol 11 ikkilikda qo'shilgan 100 qo'shilgan 111 ikkilikda bunaqa qo'yib ketish kerak. Indeks qo'yiladi doim. Yana necha? 1111 ikkilikda. Mana 4 talik qo'shish bu. Yozib chiqaraman, farqi yo'q. Mana 11. Yechish. Yechish. Mana yozaman. 11 ikkilikda 100 ham ikkilikda 111 ikkilikda yana 1111 1111. Tamam, qo'shuv 10 qator bo'lsa ham qo'shaverasiz, oddiy mana. 1 ga 1 0 0 1, 1 ni qo'shsam 2, 3 bo'lyapti-da, 3 ni yodlab oldim, men ham 2 qolib ketdi. Demak, 1 0 1 1 bo'lsa 3 bo'lyapti. Endi bo'lib o'tirman, bilib olay. 3 ta 1 qoldiq. 1 butun. Endi bu yoqqa o'tadi. 1 2 3 4 bo'ldi endi. 4 ni ham nima qilaman? Yoza olmayman-da. 4 ni ham nechiga bo'laveraman? 2 ga bo'lib olaman. 2 ga bo'lib olsam 2 ta butun bo'ladi. Ko'paytirsam 4 bo'ladi-da, qoldiq 0 bo'ladi. Mana 0 bu yoqqa keladi. Mana 0 bu yoqqa keladi. Mana bu 2 esa mana bu yerga keladi. Tushunarli? Mana bu yerga keladi. O'zi tepaga kelish kerak. Men bitta pastga, chunki mana misollar asosiy. Buni o'chiraylik. 2 esa qayerga kelyapti? Bo'lib bu yoqqa kelyapti. 2. Demak, endi buni qo'shaman. 0 ni yozib oldimmi? 2 ga 1 3 4 5 bo'ldi. 5 ni ham yoza olmayman-da. 5 ni ham nima qilaman? 2 ga bo'laveraman. 2 ta ko'raman. 4 bo'ladi-da. 0 bo'ladi. Mana bu 0 endi qayerga keladi? Bu yoqqa keladi. Mana bu 2 yana tepaga chiqadi. Keyingi qatorlik. Demak, 2 ga 1 ni qo'shsam 3 bo'ladi-da. 3 ni bilib olganmiz. Bitta qoldiq va bitta butun. Bitta butun oxiri tushib qoladi-da. Demak, 11011 ekan javob. 11001. 11001. Hasanboy, muammo yo'qmi? Ketyaptimi? Hozir 5 dan 4da 0 bo'lib qolmadimi? Ya, baqa 1 yozdimmi lekin? Ha, 1 bo'lib qoldi. Baqa ko'chirishdan, ya, shuni aytib keting, men adashibman.
Ular tushunolmay, maqsadini tushunolmaymi? Demak, 5 dan 4 ni ayirsak 1 qoldiq bo'ladi. Buni 1 qoldiq bu yoqqa bo'ladi-da, 2 butunni olib o'tdim bu yoqqa. Demak, 2 ga 1 ni qo'shsam 3 1 1, keyin 1 bu yoqqa o'tdi. Javob necha bo'lyapti? 5 dan bu 11 101 ekan, ha? 11 101. Sorry. 11 101. Xullas shunaqa, ikkilikda qo'shayotganda oddiy qo'shib ketasizlar. Fishka sizlar uchun oxirida aytib o'tib ketdik. Fishka bu. Qo'shib ketayotganingizda o'zidan katta son bo'lib ketsa, o'ziga bo'lasizda, qoldiqni yozib butunni olib o'tib ketasizlar mana. Qo'shganingizda 3 bo'lib ketsa, qoldiqni yozasiz, mana pastga butunini tepaga olib o'tib ketasiz. Keyingi yuzlar xonasiga o'tib ketadi. Yuzlar bo'lsa, minglar xonasiga butun bo'ladi. Xuddi o'zimizda songa o'xshagan narsa. Bu menimcha tushunarli. Oddiysidan boshlab tushuntirib berdim. Endi 8likda qanday bo'ladi? 8likda qo'shish. Keyingi bo'lim. 8likda qo'shish. Misol 8likda o'zi qaysilar bor edi? Eslab qolinglar. Misol o'zi qaysilar bor 8likda? Mana 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 sonlari bor, raqamlari bor. Mana shulardan boshqasini tanimaydi qo'shganda. Va shundan boshqa son chiqib ketib qolsa, bo'lib turib boshqasini yozib ketadi. Mana misol uchun ixtiyoriy sonni olamiz. Ixtiyoriy son misol uchun 26 8likda. Bilasizlar, bundan boshqasidan son yarataman. 88 qila olmayman-da, men 88 yozaman, chunki 8likda 8 yo'q. Demak, 26 ga qo'shaman, 2 xonali oddiy qilaylik. Misol 45 ni 8likda. Teng so'roq. Yechish. Qanaqa? Buni ham xuddi o'sha ish, pastdan-past qilib yozamiz. 26 ni yozaman, qo'shaman, bu 8likda. Nechiga? 45 ga. 45 ga qo'shaman. Demak, 6 ga 5 ni qo'shsam, mana 6 ga 5 ni qo'shsam 11. 11 yo'q. Mana sanoq sistemada 7 da eng kattasi. 7 bu 11 yo'q bo'lganligi uchun nima qilaman? 11 ni bo'lib yuboraman. 8 ga. Men ilmiy asosini o'zi ayirib olsam o'sha ish chiqaveradi, lekin katta son bo'lib ketsa bo'lish kerak-da. Ayirish degan narsani 2 xonalikda ayirsangiz ham chiqaveradi. 3 xonalikda ko'p talashib ketadi, xato chiqadi. Shuning uchun bo'lish usulidan foydalanaveringlar. Fishga bo'lasiz. Qaysi sanoq sistemaga? Mana bu asosga bo'lasiz. 2likda 2 ga bo'ldim, 8likda 8 ga bo'laman. Qachonki o'sha o'zida tarkibidagi mana bulardan boshqa son chiqib ketsa, 11 8 ga bo'lsam, butuni bitta, qoldig'i 3 ta. Mana 3 ni nima qilaman? Olib kelib yozaman. Ko'rasizlarmi, o'zi qoldiq, mana bu yerda bor son chiqib qolyapti. 3 ta yozish mumkin-da. Mana bu 1 ni qayoqqa olib ketaman? Bu yoqqa olib ketaman. Endi keyingi xonaga o'taman. Mana 8lik bo'ladi. E'tibor bering. 1 ga 2 ni qo'shsam 3, 3 ga 4 ni qo'shsam 7. 7 bormi? Ha, bor 7. Demak, o'zini yozishim mumkin. 7, 73 ekan. 8likda. Demak, javob 73 8likda. Yana misol ko'raylik. Demak, 8likda qo'shish. Misol. 3 xonali ko'raylik. 355 8likda qo'shamiz. 77 deylik. So'roq. Yechish. Demak, yozaman. 355 ni yozaman. 8likda, bunday 8 cha qo'yib qo'yishim kerak. Va 77. Ya'ni o'nlar birlar xona. Shu yozishda adashmanglar, bu yoqdan ketmanglar. Va bu ham 8 qo'shaman. Baylar. 5 ga 7 ni qo'shsam, 5 ga 7 ni qo'shsam necha bo'ladi? 12. 12 bormi? Yo'q, 7 da eng kattasi. Demak, nima qilaman? 12 ni bo'lib yuboraman 8 ga. 12 ni 8 ga bo'lib yuborsam, demak bitta butun bo'ladi-da, qoldig'imiz 4 bo'ladi. Mana bu 4 ni olib kelib bu yoqqa qo'yaman. Mana bu 1 ni bu yoqqa olib kelib qo'yaman, keyingi xonaga olib kelib qo'yaman. Demak, 1 ga 5 ni qo'shsam 6. Mana buni tepaga qo'yinglar, yodda qilmanglar, chunki shu bitta adashganingiz ham sizni sanoq nimada adashtiradi. 1 ga 5 ni qo'shsam 6, 6 ga 7 ni qo'shsam 13. 13 yo'q sanoq sistemada. 13 ni ham nima qilaman? Bo'lib yuboraman. 13 ni bo'laman nechiga? 8 ga. Bitta butun bo'ladi-da, 8 bo'ladi-da, qoldiq 5 bo'ladi. 5 bu yoqqa yozaman, ha. Ya'ni mana bu
5 ni bu yoqqa yozaman. Mana bu 1 ni esa bu yoqqa o'tib ketaman. Demak, 1 ga 3 ni qo'yaman. 4. 4 ni yoza olamanmi? Ha, chunki 4 bor, 2 4 nima 8 dan ostimada. 4 ni yozaman. 8. Javob 454 bo'lyapti. 8 deydi. Endi 3 xonalikda ko'rib bering. 8 likda qo'shish. Yana boshqa misol. Mana misol. Arojon kechirasiz, shriftni o'zgartirsa bo'larmikin deb so'rashyapti. Nimani? Shriftni deyman, yozuv shaklini. Hop, boshqachasiga yozamiz. Ularligi raqamlari aniq ko'rinmay qolyapti deyishyapti. Bo'ldi. Anaqa oddiy yozuvda yozamiz. Ketdik. Misol ketdi, qaranglar. Qizilda yozsam yaxshimiki? So'raychi, qizil rangi qaysi yoqar ekan? Istaganlarni qilamiz. Qizil, qora tanlasin. Mana bitta qizilda ham ko'rinsin, boshqa shriftda boshqa qorada. Misol uchun 8 da 3 xonali. 77 qo'shilgan 33 qo'shilgan 665. Endi yaxshimikan? Ko'pchilik qora deb yozyapti endi. Qizil bo'lmaydi-da, to'g'ri. Shriftchi, mana shrift yaxshi ekanmi oddiy pen? Endi yechish. Pastma-past qilib yozaman. 77 qo'shilgan 33 qo'shilgan 665. Bu hammasi nimada? 8 likda. Endi qaranglar, 7 ga 3 ni qo'shaman. 7 ga 3 ni qo'shsam 10, 15. 15 bormi? Yo'q. Nima qilaman keyin? 15 ni bo'lib olaman, ha? 15 ni bo'lib olaman nechiga? 8 ga. Demak, 15 8 ga bo'lib olsam, nechta butun bo'ladi? Bitta butun bo'ladi, 8 bo'ladi, qoldiq 7 bo'ladi. Demak, 7 ni yozaman bu yoqqa. 7 mumkin-ku. Mana bu 1 qayoqqa o'tib ketadi? Tepaga o'tib ketadi. Amal joyidami? Demak, 1 ga 7 ni qo'shsam 8, 8 ga 3 ni qo'shsam 11, 11 ga 6 ni qo'shsam 17. 17 yo'q. 17 nima qilaman? Bo'lib olaman 8 ga. 8 ga bo'lib olsam 17 ni 2 ta ko'raman-a? 2 ta ko'ramanda 16 bo'ladi-da, qoldiq nechi bo'ladi? 1 bo'ladi. Demak, 1 ni yozaman-a bu yoqqa. 1 ni yozaman. 2 qayoqqa o'tib ketadi? Bu yoqqa o'tib ketadi. Demak, 2 ga 6 ni qo'shsam 8. 8 ni o'zi yo'q. 8 ga nima qilaman? Bo'lib olaman. 8 ga bitta butun bo'ladi-da, qoldiq 0 bo'ladi. Demak, 0 ni olib kelib qo'yaman bu yoqqa. Tushunarlimi? 0 ni olib kelib qo'yaman. Mana 1 bu yoqqa o'tadi. Va bir o'zi tushib qolaveradi. Demak, javob necha bo'lar ekan? 10 17 ekan. 8 deydi. Yaxshimi Hasanboy? So'raychi endi. Endi yaxshi ko'rinyaptimi? Ancha yaxshi bo'ldi endi. Zo'r ekan endi. Zo'r. Ketdik. Endi keyingisi 16 likda qo'shish. 16 likda qo'shish. Men ruchkani olib oldim, sensorli panelda. Ruchkani ovozi unchalik g'ashga tegmayaptimi, yaxshimi? Hasanboy, bilingan yo'q-a? Demak, 16 likda yaxshi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B S D Nur ustozimiz bundan ham oson usullar bor deb yozyapti hozircha. Usullari bor, uni gaplashamiz hozir. Men usulimdan ketaylik. Tushuntiraman. Qaranglar, oddiy, sodda qilib tushuntiryapman. Hali bu bo'yicha yana muhokama qilamiz. E'tibor bering, 16 likda qo'shish. 16 likda shular bor. Endi kechagi gap bo'ladi. Mana A olmasmi degan savolga endi javob topamiz. 16 likda, qaranglar. 16 likda ustozlar fishka 8 likda tamom qo'shasiz. 10 ta son bo'lsa ham qo'shasiz. Boshqa usulni o'zingiz uchun qiling, lekin meni uslubimda ishlang. Qo'shasizda o'sha sondan katta bo'lib ketsa, sirazi bo'ling.
Bo'lingda qoldiqni bu yoqqa olib kelib qo'ying. Qoldiqni bu yoqqa olib kelib qo'ying. Mana bu qoldiqni bu yoqqa olib kelib qo'yingda, butunini tepaga olib keting bo'ldi. Tushunarli? Endi 16 likda qanaqa bo'ladi? 16 likda mana shu raqamlar bor, ya'ni elementlar bor. Endi bulardan aralashtirish mumkin. Mana bu A 10 ni beradi. Bu 11 ni qil. Endi mana o'tkazib olasizlar. S 12 deb o'qiysizlar, D 13 deb o'qiysizlar, E ni 14 deb, buni 15 deb o'qiysizlar. Bular albatta nimada? Qovus ichida bo'lishi kerak. Hozir buni tushuntiraman. Hozir meni uslubim bor, o'sha uslubda ishlaymiz. Haylar, shunaqa usulda ishlab ketamiz. E'tibor bering, bitta misol beraman endi. Mana misol. 16 likda ishlayapmiz. Misol uchun A ga qo'shamiz, misol uchun 7 ni. 16 likda teng so'roq. E'tibor bering. Endi bitta narsani fishkani bilib olinglar. A 10 ligini bilasiz, B 11 ligini bilasiz. Men endi bitta narsani tushuntirib qo'yaman. 16 likda 10 likdan yuqoridagi sanoq sistemalarda ustozlar har qanaqa ko'paytirish ham qo'shish ishlashda men sizga usul o'rgataman. Qavs usuli qilasiz. Chunki adashasiz bo'lmasa. Demak, A mana ikkita son-ku mana. Mana bu A ni 10 deb yozib olasiz. Qo'shasiz 16 likda va pastda nechi bor? 7 bor. Buni qo'shasiz 16 likda. Endi qo'shamiz. 10 ga 17 ni qo'shsam 17 bo'ladi. 17 ni yoza olmayman, chunki eng katta son bu bizda nechi? 15. 15 bo'lganligi uchun 17 ni yoza olman. Nima qilaman? 16 dan katta, 15 dan katta bo'lib ketdi-ku, o'sha yo'q bo'lib qolsa nima qilaman? Bo'laman dedim. Nechiga bo'laman endi mana? 17 ni bo'lib yuboraman nechiga? 16 ga. 16 ga bo'lsam bitta butun bo'ladi-da, 16 bo'ladi-da, qoldig'imiz nechi bo'ladi? 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Endi nimani yozaman bu yoqqa? Qoldiqni 1 yozaman. Mana qovusga olib ketaman. Keyin bu yoqqa nima o'tdi? 1 butun bu yoqqa o'tdi. Mana 1 butun bu yoqqa o'tdi. Qovus bilan ishlaysizlar ustozlar. Mana bu 10 bitta element. Buni 10 ni 1 bilan 0 deb yuboradi-da, shuning uchun qovus bilan ishlaysiz. Hozir tushuntiraman ikki xonalikda ham. Endi 1 ni pastda ishtima yo'q, 1 ni o'zi tushaveradi qo'shganda. Mana 1 ni o'zi tushaveradi. Endi qaranglar. Endi qavsdan oxirida chiqarib qo'yaman. 1 dan 1 chiqadi. Chunki 1 1 ga tengligi aniq. 1, mana bu 1 dan ham 1 chiqadi-da, pastga nima qo'yasiz? 16 qilib qo'yasizlar. Buni yechish bo'lsa, endi javob 11 ekan. Nechilikda? 16 likda 11 ga teng ekan. Tushunarli ustozlar. 11 bilan nimaga 10 ga 7 ni qo'shsa 17 ku emas. Yo'q, tushunmaysiz. A bilan A boshqa narsa, 11 boshqa narsa. 11 chiqadi bu 16 likda. Bu keng gap. Shu usulda ishlaysizlar tamom. Endi mana yana bitta misol ko'ramiz. 16 likda 16 likda qo'shish. Mana endi mana 2B misol. 2B 16 likda qo'shaman. Shu hozirgi misolda 11 mi B mi shuni analiz qilib ketsin deyapti. Bu 11 bu. 11. B emas. Hozir B ligini ham ko'rsataman. Bu 11. Tamom. Mana shu 11 bilan B boshqa narsa. Tushunyapsizlarmi? Kecha sanashda tushuntirdim. A, B, C, D, E, F bo'lgandan keyin 11 bo'ladi. U birlar oilasi dedim. Ya'ni 10 bor, keyin 11 bor. 11 bilan B boshqa narsa. Hisoblashda o'shuning uchun men nima qilyapman? Qavs usulidan foydalanyapman. Qavs usuli mana 10 deb biz faqat hisoblayotganda 10 deb hisoblab olamiz. Lekin mana bu 11 boshqa narsa. Buni B qilmayman. Agar qavsning ichida 11 bo'lganda B qilib olib o'tardim. Men 1 dan 1 ni chiqaryapman, 1 dan 1 ni. Bu ikki xonali son. Tushunyapsizlarmi? Xonaga almashganda B bir xonani beradi. Buni 0 ham bir xonani beradi. Tamom. Bir B farqi bor, 111 da farqi bor. Mana 1 B degani boshqa narsa mana. 1 B boshqa narsa. Bu ikki xonali son. 16 likda. Va 111 bu ikki xonali son. Mana buni nima deysiz? B1 deysizmi yoki 1B deysizmi? Bu mumkin. Bu 111 bu. Tushunyapsizmi? Buni 1B. Buni farqi bor. 111 umuman boshqa son. 1B umuman boshqa. Chalg'imanglar, hisoblar kitobda buni sekin-sekin o'rganasizlar uyga yozib ishlayotganda. Keyingisi mana misolga o'taylik. 8 2B ga qo'shaman 8 S ni misol uchun. Yoki 8
Mana S. Bu ham nechida? 16 da. Teng so'roq. Ishlaymiz. Yechish. Nima qilaman? 2 ni yozaman. Qavs ichida yozasiz qo'shayotganda. Bu nima qilaman? B ni 11 qilib yozaman. Ko'rasizlar, mana 2 xona sonligini aytyapman. Mana birinchi xona, mana ikkinchi xona. Tamom. Qavslar xonalarni bildiradi. Prosta B ni men yozib olyapman 11 qilib misol ishlash uchun shunaqa usuldan foydalanadi. Pasma-pas mana 10lar xonasi, mana 1lar xonasi. Keyin 8 ni ham yozib olaman men. 8 ni yozib olaman va S nechini beradi bizda? 12 ni beradi. S 12 ni beradi. Endi mana ishlayveraman. Bu 16 likda. Demak, 11 ga 12 ni qo'shaman. 11 ga 12 ni qo'shsam necha bo'ladi ustozlar? 23 bo'ladi. 23. 23 ni nima qilaman? Bo'lib yuboraman 16 ga. Tamom. Bitta ko'raman. 16 bo'ladi. Qoldiq necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Qoldiq boradi bu yoqqa. 7 bo'lib, mana bir xona 7 turadi shunday, turib tursin. Keyingisi uni chalg'itmasin. Keyingisi mana bu 1 esa qayerga boradi? 1 bu yoqqa boradi mana. 1 buni tepaga chiqadi-ku mana. 1. Demak, 1 ga 2 ni qo'shsam 3, 3 ga 8 ni qo'shsam necha bo'ladi? 11. 11 bor bizda. B ku 11. Demak, 15 dan yuqori bo'lsa bo'laman. Lekin 11 bo'lsa bo'lmayman. 11 ni nima qilib yozaman mana. Yozib oldim. Bo'ldi, tugadi. Endi nima qilaman? Yana qaytib 16 likka o'taman men. Bu shart. Mana 11 ga B ni 11 qilib yozib olish shartli bo'ladi. Oxirida javob chiqqandan keyin yana o'tib qo'yaman men. Chunki mana 11 bir xona sonda. 11 nimani beradi bu? B ni beradi. 7 o'zi 7 ni beradi. 16 likda bo'ladi. Shunday mana shu usulda eslab qo'ylar bo'ldi. Fishga har bitta 16 10 likdan yuqori sanoq sistemasida har bitta raqam sonni bitta qovush, chunki 2 xonali sonlar ham bor-da, o'zi bitta xona bo'ladi, lekin 10 11 bo'lib qolganligi uchun shunaqa ishlaysizlar. Demak, javobimiz necha bo'ladi? B 7 ekan, a? Necha deydi? 16 deydi. 3 xonali bo'lsa ham farqi yo'q, mana endi yozamiz mana. 16 likda shunda ko'proq misol ishlaylik, chunki 16 likda qo'shish. Mana misol. Yana ishlaymiz mana. F 6 A misol. 16 deydi. Qo'shaman 8 S 16 deydi. 3 xona mana. Necha murakkablashtiramiz. Keyingisi misol uchun F 5. Mana 6 ida ketdi, yozib olaman. Yechish. Demak, F ni yozib olaman. Mana F bor-ku, F ni necha yozib olaman? 15 midi? 15 yozaman. 6 ni o'zini yozaman. A ni 10 yozaman. Mana bo'ldi. Mana buni o'tkazib oldim. Endi mana buni o'tkazaman. Xonalarini birma pasma-pas bo'lish kerak. Demak, 3 xona to'g'ri ketaveraman. 3 xonaga 3 xona bo'lgani uchun mana bu yerga 8 o'zi 8 bo'lib o'tadi. 8 o'zi 8 bo'lib o'tadi. S bu 12 ni berarmidi? 12 bo'lib o'tadi. Bu ham 16 likda. Endi keyingisi F5 ekan, demak, orqadan boshlab 5 dan manaqdan boshlaysizlar. 5 dan o'zi aslida o'ng tomondan boshlanadi-da. Mana bu 5 bu yoqdan kelish kerak. Demak, 5 ni yozaman mana. 5 F nechini berardi? 15 ni berardi. Bo'ldi, tugadi. Mana keltirib oldim va endi shuni ishlab qo'ysam bo'ldi. Demak, 10 ga 12. 10 ga 12, 22, 5 ni qo'shsam 27. 27 16 sanoqsi emas, yo'q, chunki eng kattasi 15 bo'lgani uchun nima qilaman? 27 ni bo'lib yuboraman nechiga? 16 ga. Demak, bitta bo'ladi. 16 bo'ladi-da. Nechi qoldiq qoladi? 11 qoldiq. Demak, 11 qoldiqni baqa olib kelib yozaman. Chunki 11 bor-da. 11 B ni beradi-ku. 1 qayoqqa o'tadi? Bu yoqqa o'tadi, 1. Demak, 1 ga 6 ni qo'shsam 7, 7 ga 8 ni qo'shsam 15, 15 ga 15 ni qo'shsam 30. 30 ham yo'q. 30 ni nima qilaman yana? 16 ga bo'lib olaman. 1000 bo'lmaydi, farqi yo'q, 16 ga bo'lasiz. 10 million bo'lsa ham farqi yo'q, 16 ga bo'lasiz. Qoldi o'shanda mana sanoq sistemida bor son chiqib qoladi. 16 ga bo'lsam bitta bo'ladi-da, 16 bo'ladi-da.
14 qoldiq qoladi. 14 qoldiq bor. 14 ni yozaman. 14 borda, chunki bizda uni eni beradi-ku. Demak, yana bitta butun qayerga o'tadi? Bu yoqqa o'tadi. 1 ga 15 ni qo'shsam 16, 16 ga 8 ni qo'shsam 24 bo'ladi. 24 ham yo'q, 24 ni nima qilaman? Bo'laman 16 ga. Demak, bitta ko'raman, 16 bo'lsa, demak 8 bo'ladi. Qoldiq yoziladi bu yoqqa. Demak, 8 ni yozaman-da. Bir butun qayerga o'tib ketadi? Bu yoqqa o'tib ketadi. Demak, bir o'zi tushaveradi. Mana misol ishlab bo'lindi. Endi nima qilaman? 16likka shartdan yana qaytaman men. Orqaga qaytaman. Demak, 1im 1 bo'lib o'tadi. 8im 8 bo'lib chiqadi. 14im nima bo'lib chiqadi? E bo'lib chiqadi. 14 E ku. 11im B bo'lib chiqadi. Demak, javob 1 8 E B. Nechilikda? 16likda. Tushunarli ustozlar, 16likda fishka beraman. 16likda qo'shayotganda har bitta elementni, mana misol uchun bitta 3 xona son-ku, 1, 2, 3 xona soni. Shuni o'tkazib olasiz. 1, 2, 3 ta o'tkazib olasiz. 3 ta son qilib o'tkazib olasiz va o'tkazayotganda shartli ravishda ani 10 deb hisoblab olib turib, oxirida yana o'shaga o'tib qo'yasizlar mana. Boshida 10 deb hisoblab ketdik, mana s ni 12 deb hisoblab ketdik-da, qo'shib turib, oxirida chiqqan sonni yana nima qildik? B ga o'tkazib qo'ydik. Tushunarli? 18 E B bo'ldi. Bu qo'shish bo'limi edi. Qo'shish bo'limi bo'ldi. Endi bitta boshqa ixtiyoriy sanoq sistemada ko'rib beray. Ixtiyoriyda mana, ixtiyoriy sanoq sistemi. Misol uchun mana 3likda misol uchun nechilikda ko'ray? 6likda ko'raylik, 6likda. Ixtiyoriy. 6lik. Misol uchun 6likda nechilar bor? 0 dan 5 gacha bor. To'g'rimi? O'zidan kichiklari bo'ladi. 6 qatnashmaydi. Yozaman. Misol uchun 35 6likda qo'shaman 44 ni 6likda teng mana so'roq. Xuddi o'sha ish yana 35 ni yozaman. 10li sanoq sistemagacha bunaqa oddiy usulda ishlayveringlar. 10lidan yog'ini qavs usulida ishlaysizlar. Bunday ham qilsa bo'ladi, shart emas. Demak, 6likda qo'shaman nechini? 44 ni pastma-past qilib yozaman. Mana yechish. 6likda 5 ga 4 ni qo'shsam 9. 9 bormi? Yo'q. Chunki o'rtasi 5 ku. Shuning uchun nima qilaman? 9 ni endi qaysiga bo'laman? 6 ga bo'laman. 6 ga bo'laman. 6 ga bo'lsam, demak, bitta ko'raman, 6 bo'ladi. Qoldiq nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. 3 ni olib kelib qo'yaman mana bu yoqqa. Mana bu 1 qayoqqa ketadi? Bu yoqqa ketadi. Demak, 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 4 ga 4 ni qo'shsam 8. 8 yo'q, chunki 6likda 0, 1, 2, 3, 4, 5lar bor-da. 8 yo'q bo'lgani uchun nima qilaman? 8 ni ham bo'lib olaman nechiga? 5 ga. Demak, bitta butun 5 bo'lsa 3 qoldiq bo'ladi. Demak, 3 qoldig'imiz yana qayerga ketyapti? Mana bunda yo'q, 8 ni bo'lsam 3 yo'q. 6 ga bo'lay, nimaga? 5 ga bo'ldim. 6 ga bo'lamiz-ku. Bu nimadir? 5 ga bo'lmaymiz, 6 ga bo'lamiz. Sabab 6likda ishlayapmiz-ku biz. 6 ga bo'lamiz. Bo'lamiz nechiga? 6 ga bitta butun qoldiq 2 bo'ladi. 6 sanoq sistemida bo'lgani uchun, demak, mana bu qoldiq bu yoqqa ketadi. Mana bu butun esa qayoqqa ketadi? Mana yoqqa keladi. Va 1 o'zi nima bo'ladi? Tushaveradi. Javob 6lik bo'ladi. Demak, javob nechi bo'lar ekan? 123 bo'lar ekan. Shunday ixtiyoriy sanoq sistemasida qo'shganingizda qo'shaverasiz, oddiy qo'shib ketaverasiz. O'zimizni matematik tilda qo'shib ketaverasiz. Qo'shish bo'limi bo'ldi. Misol uchun 8likda 7 gacha, 9likda 8 gacha, 13likda A, B gacha, misol 11 gacha bor. 3likda 0 bilan 1, 2 gacha bor. O'shalardan katta son chiqib ketib qolsa, o'sha 3 sanoq sistemaga bo'lib, qoldig'ini yozib, butunini olib o'tib ketaverasizlar. Bu qo'shish bo'limini yakuni edi. Bu slayd tashlab beriladi sizlarga, screenshot qilib hammasi. Bemalol screenshot ham tashlab boriladi darslardan keyin. Mana hammasi saqlab borilyapti. Xudo xohlasa sizlar ishlaysizlar. Tushunarli ustozlar, menimcha bu sizlar uchun misollar edi. Xo'p, qo'shish bo'yicha
ixtiyoriy bitta qo'l ko'targanda bog'lang, ixtiyoriy bir ikkitasi bilan gaplashib olay, men keyin ayirishga o'tamanda. Hasan eshityapsizmi? Hasanboy, kursdamisiz? Chiqib ketdingizmi yo? Chatga yozinglar, men hozir gaplashib ketaman. Yaxshi tushunlayman, manimcha. O'tib ketaveramiz ustozlar. Men chatni ko'ryapman telefonimdan. Bo'ldi, ketdik. Bo'ldi, tushunarli. Savol yo'q menimcha. Yaxshi tushunarli bu. Chunki eng sodda sinovimni o'tgan usulda bu. Boshqacha narsa kerak emas. Ketdik, boshlaymiz. Savol kerak emas. Keyingisi ayirish. Birinchisi mana ayirish, o'nlikda ayirish. U birinchi o'nlikdan tushuntirib beray, ham ilmiy asosini tushuntirib berib ketaman. Misol uchun birinchi o'nlikda. O'nlikda. Buni hamma biladi-yu. Rosa asosini tushuntirib ketay, o'nlikda ayirish. Mayli, misol uchun 15 ayrilgan 7 desam bilaverasizlar. O'zi ayrilish mumkin bo'lsa, 3 desam tushunaverasizlar. Misol uchun 15 dan ayiraman 7 ni. 7 ni ayiraman, eng so'roq bor. O'nli sanoq sistemasida misol uchun buni ham oddiy yozamiz, ya'ni pasma-pas qilib yozamiz. 15 geçiş. Ayrilgan 7 qilib yozamiz, to'g'rimi? Endi 5 dan 7 ni ayirib bo'lmaydi. Endi bitta mashq qoidani tushuntirib qo'yaman. Qoidani tushuntiraman, qaranglar. Ilmiy asos bizga aytishadi, bir qarz olib berasan deb o'rgatishgan. Bir qarz olib berilmaydi o'zi aslida, bir qarz olib berilmaydi. 10 qarz olib beriladi. Qaysi sanoq sistemada ishlayapmiz? O'sha sanoq sistemada qarz olib beriladi. Shuni tushunib olinglar, qolgan sanoq sistemani ham maza qilishingizlar. Mana 5 yetmaydi-ku, mana bu 5imiz, mana 5 jonimiz 7 jonga yetmaydi. Yetmaganligi uchun endi nima qilaman? Bu tomondan qarz olib turaman. 1 emas ustozlar. Shu yerda 10 olib beriladi. 10. Ya'ni 10. Qaysi sanoq sistemada ishlayapman? 10 da ishlayotganim uchun 10 qarz olib beriladi. Shuni boshqa sanoq sistemada o'sha qaysi sanoq sistemada ishlaysiz, o'shancha qarz olib berasiz. Demak, 10 ga 5 ni qo'shib 15 qilib olaman-da. Mana bu. 15 dan 7 ni ayiraman, 8 bo'ladi. 8 bo'ladi. Ya'ni mana bundan necha qarz olib beraman? 10 qarz olib beraman. Bitta 10 bor edi bunda. Bitta 10 ni olib berdim, bunda nima qoldi? Qolmadi. 0 qoldi. Qolmadi, tugab qoldi. Keyin nima bo'ldi? 5 dan 8 bo'ldi. Javob 8 bo'lib qoldi 10likda. 10lik sanoq sistemasida nima qo'yish shart emas. Asos shunaqa. Shuni bizga yoshligimizda aldab aytishmagan, 10 olib berishda aytishmagan. Bizga 1 olib berasan deb o'rgatishgan. 1 emas asli. 10 olib beramiz. 1 olib bersa 1 deb sodda qilib tushuntirilgan. Endi 1-sinfda, 2-sinfda o'rgatilganda, lekin asosi 10. Nimaga buni tushuntiryapman? Chunki qolgan sanoq sistemlarda o'sha nima qarz olib beriladi. Mana misol uchun yana bitta misol ko'raveramiz. Misol uchun 30 bo'lsa, mana 303 bo'lsa, bundan ayirish kerak bo'lsa, 15 ni 16 ni ayirish kerak bo'lsa, shunaqa ishlar bor. Endi buni ham tushuntirib ketay. Nima qilardim? 303 deb yozar edim. Va ayirardim nimani? 16 ni, 16 ni ayirardim. Endi qaranglar. Mana shunaqa holatlar bo'lar edi. 0 dan oqlab bo'ldi. Shu qoidani ham tushunib olib, qolganlarni ham tushuntirib ketaman. 3 yetmaydi 6 ga. Mana bu 3 tog'amiz yetmaydi 6 tog'amizga. Nima qilaman? Baqa qarayman. Qarasam, uni o'zi bechora ishtimasi yo'q ekan. Nima qilaman? Bundan olib bo'lmaydi-da. Yana nima qilaman? Bunga o'taman. Bunga olib o'tamanda, bundan baqa olib beraman. Ya'ni 10 qarz olib beraman. Mana bundan 10 qarz olib beraman-da. Mana bu yuzlar xonasi-ku, yuzlar xonasidan o'zi asli bunday bo'ladi-da, qoidasi. Mana bunga olib beriladi qarz o'zi. Mana 10 bo'ladi bu. Mana bu 2 bo'lib qoladi-da. O'sha 303 ni beradi ba'zi. 10 ta bunga olib bersam, 10 ta 10 bor degani bo'ladi. Keyin mana bu 10 ta bo'lib turib, bundan yana bitta 10 talikni olib bersam, mana bunga 10 qo'shib bersam, mana bu 13 bo'lib 6 ni ayiraman-da. Keyin o'shanda mana bu 10 ta bunga olib berdim, bu nima bo'lardi? 9 bo'lib qolardi. Lekin sakrab o'tib ketsa, bizda 9 bo'ladi deb o'rgatishgan xolos. Lekin aslida ilmiy asos shunaqa. Bitta keyingiga olib berib, undan cheres yana bitta olib o'tib ketsa, shunaqa bo'ladi. Lekin
Oddiy tushunchangiz bo'laveradi. 0 bo'lsa, o'sha sanoq sistemasidagi katta songa almashib qoladi, siz ham bo'laveradi. Mana 0 9 bo'lib qoladi. Lekin ilmiy asosi bundan bunga 10 ta beramanda, keyin 10 ta bo'lgandan keyin bundan bunga yana 10 ta qarz olib beraman. Shunaqa tartibda ishlanadi o'zi ilmiy asosi. Lekin biz yodlab olsangiz bo'laveradi, mana 9 bo'lib qoladi, siz ham bo'laveradi. Demak, 13 dan 6 ni ayirsak 7. Mana bu yerda 9 bo'lib qoldi. 9 dan 1 ni ayirsam 8. Mana bu yerda necha qolgan? Bu 3 yo'qolib ketgan, 2 bo'lib qolgan. 287 bo'ladimi? Shunaqa. 10likda. Buni hozir boshqa sanoq sistemada tushuntirib o'taman. Ya'ni 0 dan oxirlab o'tib ketsa, o'sha sanoq sistemasidagi eng kichigi kattasiga almashib qoladi. O'sha sanoq sistema. Bunda chunki bunaqa edi-ku, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bor edi. Mana bu 9 ning kattasi bo'lgani uchun 0 9 ga almashib qolyapti. Tushunarli, a? Qolgan sanoq sistemani ko'ramiz. Demak, ikkilikda ayirish. Demak, ikkilikda ayirish. Tez misol ko'rib ketaman, qolganiga vazifada yechaverasizlar. Ikkilikda ayirish. Misol ko'ramiz. Ikkilikda sonlar bor, misol uchun 11, ikkilikda ayrilgan 10. Bu oson. Yechish. Asma-pas qilib yozaman. 11 dan ayiraman 10 ni. Demak, 1 dan 0 ni ayirsam ikkilikda 0. 1 dan 0 ni ayirsam 1 o'zi tushaveradi. 1 dan 1 ni ayirsam 0 bo'ladi, yozish shartman. Javob nima bo'ldi? Javob mana 1 ni o'zi chiqdi. Bu sodda chiqdi. Endi keyingi misol yana. Misol. Yana misol. Endi bunday qilaman. 10 dan ikkilikda ayiraman 1 ni. Bor-ku. Teng mana so'roq. Endi mana yechish. 10 ni yozaman, ayiraman, nechini? 1 ni. Ikkilikda qo'yib olay. Demak, 10 dan 1. Endi qaranglar, 0 tog'amiz 1 tog'amizga yetmaydi. Endi o'sha gap. Ikki sanoq sistemasi qaysilar bordi? 0 va 1 bormidi? 0 va 1 bor xolos. Endi qarang. Bu ikkilikda ishlayapmiz. Ikkilikda. Endi necha qarz olib beraman mana? Mana unda bitta 2 bor deganida, bundan necha olib beraman endi? 2 qarz olib beraman. 2 qarz olib beraman. Endi 0'im 2 bo'lib qoldi. Mana bu yer nima bo'ldi? 0 tugadi buni. Bitta edi o'zi tugadi mana. Buni o'chirib tashlayver, 0 bo'lib qoldi. Demak, 2 dan 1 ni ayirsam 1 bo'ladi. Keyingisi nima bo'ladi? 0 qolganligi uchun javob bunda ham nima bo'lyapti? 1 ekan. 11 dan 10 ni ayirsak ham bir xil misol yozib qo'yibman, javob 1 ekan. Demak, bir xil vaziyatni beryapti. Tushunarli ustozlar. 2 qarz olib berishda bu o'yinlar bo'ldi. Mana endi yana misol. Ikkilikda ayirish. Misol ko'ramiz. Misol. 1 1 0 1 misol uchun ikkilikda ayiramiz. 111. Ikkilikda. So'roq. Yechish. Endi qaranglar, 111 01 dan ayiraman. Yana nima yozaman? Yozaveraman. 11 01 ayrilgan. Ikkilikda ayrilgan 111. Endi qarang, bunda nima bo'ladi? Bunda xuddi o'sha gap 1101 bo'lsa, 1101 dan mana ayirib ketaveraman. 1 dan 1 dan ayirish mumkinmi? Mana 1 dan 1 ni ayiraman, mumkin. Demak, nima bo'ladi? 0 bu chiqaveradi. Endi 0 dan 1 ni ayira olmayman va nima qilib beraman? Mana bundan qarz olib, necha qarz olib beraman? 2 qarz olib berasiz. Va mana bu ketdi, 0 bo'lib qoldi unda. Shunaqli o'chirib ketaveradi. 2 dan 1 ni ayirsam nima bo'ladi? 1. Keyingisi mana bu 0 bo'lib qoldi. 0 dan 1 ni ayirib bo'lmaydi. Yana bundan nima olib beraman? 2 qarz olib beraman. Shunaqli ishlayveringlar. 2 dan 1 mana bu nima bo'ldi? Endi 0 bo'lib qoldi. 2 dan 1 ni ayirsam 1. Mana bu 0 bo'lib qolgan, javob 110. Demak, javob 110 ikkilikda. Tushunarli ustozlar, bu shunaqa holatda ishlab ketilaveradi. Xohlagan, endi mana nima bo'ladi? Qarz olib o'tib ketganda e'tibor bering. Endi 0 bo'lganda 0 dan oqlab ketsa-chi, bitta shunaqani ko'raylik. Mana misol 100 ikkilikda ayrilgan nechi? Misol 11.
E'tibor bering, mana 100 ni yozaman, ayiraman. 2 da 11 ni. Endi mana sizga olam gul. 0 dan 1 ni ayira olmayman. Nima qilaman? Mana bundan qarz bundan ola olmayman. Mana 0 dan, mana bu 0 dan ola olmayman-da. Mana bundan olaman. Bundan olib berishim uchun mana sizlarga aytdim. Eng kattasi sonlar qaysilar ikkilida? 0 bilan 1 midi? Eng kattasi 1 mi? E'tibor bering. O'zi asli qoida bunday bo'ladi-da. Mana bundan bitta bunga oladi, bunga bitta 2 oladi-da, 2 bo'lib qoladi bu. Mana bu 0 bo'lib qoladi mana. Mana bu 0 bo'lib qoladi-da. Bu pishdi, bunda tugaydi. Endi mana bu 2 dan bu yoqqa olib o'tib ketadi. Yana 2 tadan bittasini olib beradi-da, bu yana 2 bu 2 ta 2. Buni chalg'imanglar, keyin mana undan bitta bo'lib qoladi. Aslida shunaqa ishlaydi, lekin bunda chalg'aysizlar. Shuning uchun bitta qoidani aytaveray. Misol uchun mana 100 dan mana boshqa ishlayman. Mana bunda chalg'aysizlar. Bu aslida ilmiy asosi shu, lekin chalg'aysizlar. Shuning uchun nima qilasizlar? 100 dan ayirasizlar 11 ni. Nima qilasiz? Mana bundan primoy olib beravering, 2 olib beravering-da. Mana bu nima bo'lib qoladi endi? Eng katta mana bu bo'lib qoladi. Mana bu. Ya'ni eng katta 9 bo'lib qoladi 10 da. Bunda necha bo'lib qoladi mana bu? 1 qilib o'tib ketadi. Shuni tushunib olsanglar ham bo'ldi. Ya'ni 10 tani oxirga o'tib ketsa ham 0 larni 1 qilib o'tib ketadi. Demak 2 dan 1 ni ayirsam 1, 1 dan 1 ni ayirsam 0. Mana bunda ham nima qolgan? Qolmagan bu. Chunki qarz olib bergan bu ham 0. Demak 1 ni o'zi ekanda. Javob 1 2 deydi. Bu ham 1 ni beryapti. Hammasi 1liklar to'plabman. Demak, xullas fishka oqlab o'tib ketilganda, mana misol uchun 0 0 0 0 misol uchun 0 bo'lganda, mana bundan qarz olib bersam mana bunga. Mana bular hammasi nima qilib o'tib ketadi? 1 1 1 1 qilib o'tib ketadi. Tushunarli? 2likda 1 qilib o'tib ketadi. 10likda 9 qilib o'tib ketadi. Tamom, shunaqa ishlaysiz. Mana o'zi yo'q qoladi. Va buni 2 dan ayirib ketaverasiz. Bu sizlar uchun fishka ketdi. 3 xonali son bo'lsa ham ayiraverasiz, 4 xonali son bo'lsa ham pasma-pas qilib yozib ayirib ketaverasizlar. Necha xona bo'lsa ham farqi yo'q. Birinchi ayirishni qilib olasiz, keyin ikkinchi ayirishni qilib olasiz. Misol uchun 3 tali bo'lsa, 2 ta amali bo'ladi-da, bunaqa. Oxirida ko'rib beray uni 3 tali. Demak, ketdi. 8 likda ayirish. Likda ayirish. Misol 15 ayrilgan 8 likda. Ayrilgan 6. 8 likda. So'roq. Mana yechish. 15 ni yozaman, ayiraman, 6 ni yozaman. Endi mana 5 dan 6 ni ayira olmayman. Endi nima qilaman? Mana bundan 8 qarz olib beraman. Chunki nimaga? 8 lik sanoq sistemada ishlayapman-da, 8 qarz olib beraman. 8 ga 5 ni qo'shsam 13 bo'ladi-da, 13 dan 6 ni ayiraman. Tushunasizlarmi? Mana 5 ga paddishga qo'raman. 10 likda 10 olib beryapti-ku, bunda 8 likda 8 qarz olib beraman. 10 likda 10, 2 likda 2, 8 da 8 qolaman. 8 ga 5 ni qo'shsam 13, 13 dan 6 ni ayirsam necha bo'ladi? 7 bo'ladi. 7 bo'ladi. Demak, 7 ni yozaveraman. Endi bu yerda nima bo'ldi? 1 qolmadi buni. 1 0 bo'ldi, 0 bo'ladi. Demak, javob 7 ni o'zi bo'lar ekan. Javob 7 ni o'zi bo'lar ekan. Mana yana misol. Misol ko'raylik. Misol. Bu javob. Misol 30 310 4 8 likda ayiramiz 66 ni. 66 ni. Bunda ayirsak nima bo'ladi? 8 likda teng anaqa bo'ladi. Yozib olamiz, teng so'roq bo'ladi-da. Yechish qilamiz, yechish. Demak, 314 ni yozib olaman. Ayiraman, 8 ni qo'yib ketishdan chiqmasin, chunki boshqa son bo'lib ketadi. Bunaqa ilmiy yozaveraylik. Demak, 4 6 ga yetmaydi. Mana bundan necha olib beraman? 8 qarz olib beraman. 8 ga 4 12 bo'ladi-da. Birida. 12 dan 6 ni aytsam 6 ni yozaveraman. Mana yerda qolmadi, 0 bo'lib qoldi. Bu 0 bo'lib qoldi. Yana bundan necha olib beraman? 8 olib beraman. 8 dan endi 6 ni ayirsam qo'yib ketaveram. Uni 2 bo'lib qoldi endi. 6 ni ayirsam 2. Endi mana yerda 2 dan 0, mana 0 deb o'ylasangiz, 2 o'zi chiqadi. 226 nechilikda? 8 likda bo'lar ekan. Endi qarz olishni tushunalasiz, o'zi 8 qarz, fishga 8 qarz olib berasizlar, tamom.
Keyingisi mana misol uchun 8 likda deylik, yana bu ham 8 likda ayirish. Mana misol ko'raylik. 30 8 likda ayrilgan 126 8 likda teng so'roq. Demak, yechish. 30.02 ni 8 likda ayiraman 126 ni. Dan ayiraman 126. Demak, mana 2, mana 2 tog'imiz 6 tog'imizga yetmaydi. Mana unga qarasa becharada yo'q, mana becharada yo'q. Mana buni olib beraman. Endi 3 dan. 3 dandek qilib olib beraman. Necha olib beraman? 8 olib beraman. Chunki 8 likda ishlayapman-da. Demak, 8 2 ni olsam 10, 10 dan 6 ni ayirsam 4. Bo'ldi. Endi men aytdim-ku, endi mana nollar nima bo'ladi? 8 sanoq sistemasida qaysilar bor edi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eng kattasi qaysi? 7. 0 nimaga almashadi? 7 ga almashadi. 7 bo'lib qoldi. Bu ham nima bo'lib qoldi? 7 bo'lib qoldi. Mana nollar yuqori ketdi. Oqlab o'tib ketsa 7 bo'lib o'tib ketadi. 7 dan 2 ni ayiraman, mazza 5. 7 dan 1 ni ayiraman, mazza 6. Mana 3imiz nima bo'lib qoladi? Bitta qazo olib bergandim mana. 2 qoladi. 2 o'zi tushiradi. Demak, javobimiz 2654 ekan 8 likda. Tushunarli-a? Hasanboy chattasiz-a? Bu oddiy qo'shish. Xullas shunaqa. Ekran ovozi yaxshi, tushunarli. Bo'ldi. Oxirida savolga anaqa beramiz. Ayirishda 16 likka o'tamiz. Demak, 16 likda ayirish. 16 likda ayirish. 16 likda qaysilar bor? 0 dan f gacha. Ya'ni 16 likda o'zi 0, 1, 2, charchamayman takrorlab. 5, 6, 7, 8, 9, A, B, S, D, E, F. Lar bor. Endi mana misol ishlaymiz. Misol 16 likda A to'rt ayrilgan mana B. Ichida 16 likda bu ham. Mana so'roq. Kattadan kichik bo'lsa eshitma emas. Bizda yechish. E'tibor bering. A4 nima qilaman aytdim, mana bu A4 ni ikki xonani nima qilaman? Endi matematik holatga o'tkazaman. Chunki menga kerakda bu matematik holati. E'tibor beringlar. A ni nima qilaman? 10 deb yozib olaman. Bunday qovusga olasiz. 16 likda, ya'ni 10 likdan yuqorisini qavsulda ishlang. Majbur. Ustozlar o'rganing. Bu meni uslubim. Ishlaysiz. Demak, 4 o'zi o'taveradi. 4 o'zi o'taveradi. Endi B, bu birlar xonasida. B ni qayoqqa yozaman? 16 likda ayiraman, 4 ni tagiga yozaman. Buni 4 bu. B necha edi? 11 da. Bo'ldi. Endi nima qilaman? Ayiraman. Mana bu 4. 4 dan 11 da ayirib bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilaman? Mana bu 10 dan necha qarz olib beraman endi? 16 olib beraman. Chunki 16 likda ishlayapman-da, fishga 16 qarz. 16 ga 4 ni qo'shsam 20, 20 dan 11 ni ayirsam 9. Bunaqa turib tursin bu. Endi qaylar? Mana bunda 10 da bu 10 pishdi, nima qoldi 10 da? 9 da kamayib qoldi. 16 da 10 da 16 bor edi, 9 da qolib qoldi. Endi 9 da bas ishtima yo'q, nima qilaman? O'zi tushaveradi. Endi buni qovusdan chiqarib qo'yaman. 9 dan 9 chiqadi, 9 dan 9 chiqadi. Demak, javobimiz 99 ekan. Zo'r misol topib qo'ydim. Mana shu holatda ketdi. Yana bitta misol ishlaylik. Endi bizda boshqa misol. Misol 16 likda e'tibor bering. Necha beray mana 3 xonali qilaylik. 400 4 0 S qilaylik. 16 likda ayiramiz. B ni. Mana mazda. Yechish. Demak, 4 0 o'zi o'taveradi. Mana 4
qavs ichida 0 o'zi qavs S nechini beradi? 12 ni berar edi. Endi bu 16 esdan chiqmasin. B. Bu yoqdan boshlayman. Mana birlar xonasida B 11. Bu yoqda ham 11. To'rtayda ishtima yo'q. Bo'ldi, ayirib qo'yaman endi. Endi qaranglar. 12 dan 11 ni ayira olaman, ha? Katta-ku o'zi. Demak 1 bo'ladi. Endi 0 dan 11 ni ayira olmayman-da. Nima qilaman? Mana bu 4 tog'adan bitta nima 16 qarz olib beraman. 16 ga 0, 16, 16 dan 11 ni ayirsam necha bo'ladi? 5 bo'ladi. O'zi nimalar daftar kitob bilan dars qilaman deb tayyorlanib olganlar o'zi menimcha ishlab ketyapti. Mazza qilyapti hozir. Borku, men misolda berishimga o'sha ishlab yuboradi miyasi. Shunaqa qilib ilmni oqtaramizda. Mana bu pishdi. 3. 3 dan 0 ni ayirsam 3 bo'laveradi. O'zi bo'ldi. Demak, bitta 3 5 1 bo'ldi. Demak, 3 o'zi 5 bu 1 o'zi chiqadi-da, 16 qilib qo'yaman. Demak, javob shu chiqadi. 351 bo'lar ekan. Endi nariga bitta holatni ko'raylik. Haligi qarz olib berganda 16 likda qo'shishda 16 likda ayirishda, 16 likda ayirishda bunaqa son bor. Misol uchun misol ko'raylik. Misol A 0 0 1 16 likda. Ayiraman F8 ni. 16 lik teng mana. Demak, A ni nima qilib yozaman? Mana uni o'tkazib olaman. To'rxona qilib olaman-da. A ni 10 deb yozaman. 0 ni 0 deb yozaman. 0 ni 0 deb yozaman. 1 ni 1 deb yozaman. To'rxonali son mana 4 ta qilib oldim. Endi F8 ni pastga yozaman. 8 o'zi 8 bo'lib tushadi. F ham necha edi? 15 10lar xon. Bog'i bo'sh. Ko'si 16 lik. Ayiraman. Mana 1 ga 8, 1 dan 8 da ayira olmayman, chunki yetmaydi-da. Endi mana chap tomonga qarayman mana. 1 dan 8 da ayira olmayman. Chap tomoni 0 o'zi bechara yo'q. Bu ham yo'q. Demak, bundan necha olib beraman? 10 dan necha olib kelaman? 16 tog'ani olib kelaman bitta. Chunki qaysinda ishlayapman men? 16 lik sanoq sistemida ishlayapman-da. 16 ni olib keldim. 16 ga 1 ni qo'shsam 17, 17 dan 8 ni ayirsam necha bo'ladi? 9 bo'ladi. Qavsingizdan chiqmasin akalar. Endi mana bu nollar nima qilib o'tib ketadigandim? Eng kattasi 15 edi-ku, endi 16 likda 15 qilib o'tib ketadi. Nollar 15, 16 likda 15 qilib o'tib ketadi, 8 likda 7 qilib o'tib ketadi, 2 likda 1 qilib o'tib ketadi, 10 likda 9. Shunday qilib ishlayveraman. Endi mana bu yerga nima qilaman? Xo'p, bu yerga 15 yozib olaman-da, chunki mana 0 pishdi, 15 ga o'tib aylandi. Chunki ustidan mana hukm chiqarib qo'ydi mana. Mana bu nima bo'lib qoldi? 9 bo'lib qoldi. Shunaqa chizib ishlayveringlar, shoshilmanglar. Adashasiz. 15 dan 15 ta ayirsam necha? 0 ayirib bo'ladi. 15 danmi pastda ishtima yo'q, o'zi tushadi. 9 o'zi tushadi. Demak, qavsni ochib chiqaman. 9 dan 9, 15 dan F, 0 dan 0, 9 dan 9 chiqadi, 16. Kimdir ishlagan bo'lsa, hozir javobni ko'rib, "Wow" dedi. Rahmat. Tushunarli-a? Fishga oqilab o'tib ketilganda 15 qilib o'tib ketadi, 2 likda 2 qilib o'tib ketadi. Bu har qanaqa son sistemida eng katta son qilib o'tib ketadi. Demak, javobimiz mana shu. Javob mana bu. Yechish bo'lsa, javob shunday holatda ketdi. Demak, bu tushunarli. Endi ixtiyoriyda ko'raylik bitta. Ixtiyoriy. Ixtiyoriyda ayirish. Misol uchun nechilda ko'raylik? 4 likda ko'raylik. 4 likda. 4 lik. Mana misol ko'ramiz. Misol. Demak, misol 4 likda qaysilar bor o'zi? 0, 1, 2, 3 sonlari bor, raqamlari bor. Shulardan foydalanaman xolos. 300 dan ayiraman. 4 likda ayiraman nechini? 22 ni. 4 likda teng. So'roq. Endi yozib olaman, yechish. 300 ni yozib olaman. Endi bunda qovus kerak emas. Aytdim-ku, 10 likdan pastda qovus kerak emas. 22 ni birlar xonasiga yozib olaman 4 likda. Endi 0, mana bu 0 dan 2 ni ayirib yetmaydi, nima qilaman? Bu yoqqa o'zi bechora bundan olib beraman. Olib beraman, necha olib beraman? Endi 4 qarz olib beraman, chunki nechta ishlayapman? 4 likda ishlayapman. 4 qarz olib bersam, 4 dan 2 ni ayirsam 2. Mana 0 nima bo'lib qoldi endi?
3 bo'lib qoladi. Tushunasizlarmi? To'liq sanoq sistemasining eng kattasi 3 bo'lgani uchun 3 qilib o'tgan. 3 ta 2 ni ayirsam 1. 1. Mana bu pishgan, qarz olib berganman demak. 212 ni ichida 4likda. Tushunlaymi ustozlar? Umuman fishga xullas xulosa qilamiz. Ayirishda xulosa. Ayirish xulosasi. Xo'p. Davlat ishida, kreditchida ishlaymizda. Ayirish xulosa. Demak, 16 lik. 16 lik. Misol uchun 0,002 bo'lsa, mana bundan qarz olib berilsa, 15 olib beriladi. Mana bular nima bo'lib qolar ekan? 15 qilib o'tib ketadi. Tushunolmaymi? Endi 2 likda misol uchun 1,000 bo'lsa, mana bundan qarz olib bersam, 2 qarz olib beraman bunga. Chunki eng kattasi qarz 2 olib beriladi, mana bular nima bo'lib ketadi? 1 bo'ladi. 8 likda misol uchun fishka sizlar uchun misol uchun 1,0,0 bo'lsa, mana bundan qarz olib bersam, necha qarz olib beraman? Bunda 8 qarz olib beramanda, mana bu necha bo'lib qoladi? 7 bo'lib qoladi. Tushunarli? Uni 7 olib berilyapti, 16 likda. Mana yerda 16 qarz olib beramiz, ustozlar. 16 qarz olib beramiz. likda 16 qarz olib berasiz, tamom. 8 da 8, 2 lik qarz olib berasiz. Keyingi ixtiyoriyda misol uchun, ixtiyoriy misol uchun 13 likda deylik. Misol uchun 13 likda. 13 likda farqi yo'q. Misol uchun 13 likda qaysi sonlar bor bilasizlar? A, B, S gacha bo'ladi misol uchun. 13 likda nima bo'ladi? Eng katta son bo'ladi. Misol uchun A 0,0 3 bo'lsa, bunda qarz olib beriladi, necha olib beriladi? 13 qarz olib beriladi doim. Mana bular esa nima bo'lib qoladi? 12 bo'lib qoladi. Ya'ni o'zidan bitta kichkina e'tibor berasizlarmi? 16 likda 15 bo'lib qoladi, 2 likda 1 bo'lib qoladi, 8 da 7 bo'lib qoladi, 13 lik 12 bo'lib qoladi. Ya'ni xohlagan sanoq sistemasida bitta o'tib ketganlaringda shunaqa bo'lib ketadi va mana bular kamayadi. Mana A 9 bo'lib qoladi shunda, 10 edi-ku bu. To'g'rimi? Mana bu birimiz 0 bo'lib qoladi shunda, mana bu uyimiz ham 0 bo'lib qoladi. Mana bu uyimiz ham 9 bo'lib qoladi. Ya'ni misol ishlayotganda pasma-pas qilib ishlab ketaverasizlar. Shu videoni ko'rib ishlab ketaverasizlar. Shu xulosa shunday ketadi. Ayirishda shunaqa bo'ladi. Endi biz ko'paytirishga o'tamiz, ustozlar. Oxirida savollarni eslab turinglar, ichida suhbat qilamiz. Xohlasa. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Ayirish. Qasamma bitta fishka berib yuboring. Ayirish tushunarlimi? Ya'ni 2 likda 2 lik, 8 likda 8, 16 likda 16 qilib tushunib ketaverasiz. Bunga hali jinni qilib o'raman. Misol ishlataveraman, hali misol ko'p misol ishlataman. Bittadan tushuntirib ketaman. Shoshilmayapman, 2 soat. Bemalol. Shunday qilib ketadi. Hali ishlab bemalol ketaverasizlar. Xo'p. Ko'paytirishga o'taylikmi? Masalan, ko'paytirishga o'taylik ekanmi? Tushunishgandir, chunki juda ham sodda qilib tushuntiryapman, to'g'risi. Endi bilmayman, bitta tushunmay qolgan bo'lsa, ularda yana ishlaymiz ular bilan. Lekin meni fikrimcha 99% odam tushunadi bu usulda, chunki sinovdan o'tgan. Demak, ko'paytirish. Masalan, tushunishdimi? Tushundik deb yozishyapti. Ketdik, ko'paytirishni boshlaymiz. Ko'paytirishni ham tezda o'rganib olaylik. Ko'paytirishda sal boshqacharoq. Ko'paytirish. Demak, 10 likda birinchi o'rganaylik, 10 lik. 10 lik. Bilasizlar, bizni aldashgan, 10 likni ham asosini tushuntirishmagan, lekin oson qilib o'rganishgan, shuning uchun shoshilmasdan ishlash kerak. Qaranglar, birinchisi 10 likda bitta misol ko'ramiz. Misol necha
3 ko'paytirilgan, mana oddiysini qilib 7 teng so'roq. E'tibor beringlar, 3 kara 7 deylik. Endi yetish qanaqa ishlangan? Biz shuni 21 deb qo'yganmiz, lekin bu 21 emas bu. Hozir tushuntiraman nimaga 21 emasligini. Bu oddiy siz yodlab olganingiz uchun ilmiy asosini tushuntirib ketaman. Mana misol 3 ni 7 ga ko'paytiradi mana. 3 ni ko'paytiradi 7 ga. Pasma-pas qilib yozib olardik, mana 3 ni 7 qilib yozib olardikda, har birini ko'paytiradi. 7 kara 3 necha edi? Ko'paytirish bo'ladi. Buni ham pasma-pas qilib yozib olasizlar. 7 ga shuni ko'paytirsam 21 bo'ladi, to'g'rimi? 21 o'nli sanoq sistemada bo'lmagani uchun buni asli bo'linadi nechiga? 10 ga bo'linadi o'zi asli. Ko'paytirishda ham, qo'shishda ham o'sha usul, qo'shishda usul bor. 21 ni 10 ga bo'lsam nechta butun? 2 ta butun va 20 bo'ladi, qoldiq 1 bo'ladi. Mana shu qoldiq olib kelib yoziladi bu yoqqa. 1 yoziladi. Va 2 eslab turiladi. Bu yoqda boshqa raqam qolmaganligi uchun 2 ni yozib qo'yiladi. Shu asli mohiyati shu. Mohiyati shu. Bu endi bir xonali sonlarda. Endi ikki xonali sonlarda oddiy tushuntirib, qolgan sanoq sistemaga endi asoslab beraman. Bu asli shunaqa, ko'paytirganingizda o'sha sanoq sistemadan katta bo'lib ketsa, o'sha sanoq sistemaga bo'linadi. Ilmiy asos shu, tushunyapsizlarmi? Chunki 21 chiqyapti-da, mana 3 kara 7 ni ko'paytirganda 21 chiqyapti, 21 yo'q-da, chunki o'nli sanoq sistemasida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bor. Hozir tushuntirib olay buni. O'nli sanoq sistemada ishlagan uchun 9 dan katta bo'lib ketganda har doim unga qo'shishda ham shunaqa qildik-ku, ko'paytirishda ham shunaqa qilamiz. Endi mana boshqa misol ishlayman. Endi mana o'nlik uni ko'paytirish. Bunday qilib qo'ysam tushunaverasizlar, ko'paytirish. Misol, ikki xonali 34 ko'paytirilgan x qilaveraymi? Yo, unda x qilaveray. Misol uchun 22 o'nlikda teng so'roq. Qarab turing. Endi bunaqada ko'paytirish shunaqa narsaki, har bitta qismda har bitta qismni ko'paytirasiz. Mana endi yozib olasizlar. Yechishda endi yo kattaroq son yozaydi. Men bu oson bo'lib qoldi. Mana kattaroq son yozay. Bo'lmas. Misol uchun 64 ko'paytirilgan 57. Endi nima qilaman? 64 ni yozaman. 57 ni. Bu ham xuddi qo'shishni sherigi ko'paytirisham. Faqat farqi borki, har bitta element ko'paytirib chiqadi. Mana 7 bu 2 o'gan ko'paytirib chiqadi, 5 2 o'gan ko'paytirib chiqadi. Buni ma'lumotini bilasizlar, men asosini tushunib qolaman. Endi qaylar? 7 kara 4 21. 21 ni batga yoza olmayman. Shuning uchun qaylar? Mana 7 ni birinchi bunga ko'paytiraman mana. 7 ni 4 ga ko'paytirib chiqaman mana. Birinchi 7 ni 4 ga ko'paytiraman-da, 21 ni nima qilaman? 10 ga bo'lib yuboraman. Ikkita butun qoldiq 1 bo'ladi. Demak, 1 ni nima qilaman? Bu yoqqa yozaman va 2 ni eslab turaman mana. 2 ni eslab turaman qo'shish uchun. 2 ni eslab qoldim. 7 kara 6, 7 kara 6 necha? 42. Mana bu 2 bilan necha bo'ladi? 44. 44 ni yoza olamanmi 10likda? Yo'q, yoza olmayman. Nima qilaman endi yana? 44 ni bo'laman nechiga? 10 ga. Demak, 4 ta ko'raman. 40 bo'ladi-da. 4 bo'ladi. Demak, mana bu qoldiq qayerga boradi? Bu yoqqa boradi. Bu yoqqa boradi. Va 4 ni buni 2 pishdi, endi 4 dilda qoldi endi. 4 dilda qoldi. 4 dilda qoldi. Endi nima qilaman? 4 ni eslab qolay. Endi ko'paytirish elementi tugagan uchun 4 ni oxiriga nima qilaveraman? Yozib qo'yaveraman. Bo'ldi. Demak, 7 ni 6 ga ham 7 ni 4 ga ham ko'paytirib bo'ldim. Men hozir shoshilmayman. Buni ilmiy asos tushunmayman. Chunki mana shuni ishlab ketsam, shunda ishlab ketaveradi. Xo'p, tekshirib olamiz. 7 kara 4 20, 21 emas-ku. Nimaga? 28 bo'lmaydimi? 7 kara 4 28-ku. Mana 28 bo'ladi-ya. Mayli.
boshqatdan ishlaymiz deydi. 7 kara 4 28 ku, nimaga 21 yozdim, tushunmadim. 28 ni 10 ga bo'laman, 2 ta bo'ladi-da, 20 bo'ladi-da. Demak, qoldiq nima bo'ladi? 8 bo'ladi. 8. Bu yoqqa nima yoziladi? 8 yoziladi. 8 bu yoqqa yoziladi-da, 2 eslab qolinadi. 2 eslab turiladi-da. 7 kara 6 42, 42 ikkinsam 44. 44 yozish mumkin emas, 10 ga bo'lib olaman, 4 ta butun ko'raman, 40 bo'ladi-da. Butun nimasi ham 4 ekan. Qoldig'ini yozaman. Va 4 ni bu yoqqa olib o'taman. 4 7 kara 6 tugagan uchun 4 ni o'zini yozaveraman. Keyingisi mana 5 ni ko'paytirib chiqaman. Mana bu 5 ni har bir element har birini ko'paytirib chiqadi. 5 kara 4 20. 20 ni yozish mumkin emas. Demak, 20 ni bo'lib olaman ichiga 10 ga 2 ta ko'raman, 20 bo'ladi-da 0. Demak, 0 qoldi. Endi keyingi qatorda bilasizlar, bitta bu xonaga o'tib olinadi. Qoida bor, bu yoqqa o'tib olinadi. 0. Buni shoshilib, bu nimaga buni o'tyapti tushunmay turmanglar, shoshilmanglar haliga. Chunki hali ko'paytirishda ikkiliklar bor, 16liklarda sal chalg'iysizlarda. Shuning uchun 7 kara 5 kara 4 20 bo'lgani uchun endi 2 ni eslab qolaman. 2 ni eslab qolaman. Endi mana 5 ni ko'paytirdim. 5 kara 6 ustozlar, Hasan bu yaxshi ketyaptimi? Miyalari joyidami? Chunki ko'paytirish sal boshqacharoqda. Agar miyalari nima deydi, charchoq bo'ladigan bo'lsa foydasi yo'q. Hozir yaxshi ketyapti, faqat o'sha ertaga o'tishga ham yozishyapti ayrim ustozlarimiz. Bo'lmasa shunaqa qilamiz. O'zi keyingi dars qoldiqli bo'ladi. Nimani ham, ko'paytirishni ham birga qo'shib o'tkazsam bo'ladi. Ko'proq nima so'rashyapti? O'tamizmi yo Qosimmi shu? Davom etib ko'raylik. 20 daqiqada bo'ladi uzoq. Nima deyishyapti? O'taymi yo Qosimmi? Ko'pchiligi tugatib qo'yaylik deyapti, davom etsin, tugataylik. Yaxshi, charchaganlar videoni ko'rib o'rganib. Ayrim ustozlarimiz ertaga deyapti. Mayli, charchaganlardan ruxsat, tun charchaganlarga videoni ko'rib oladi ertaga. Video zapis bo'lyapti, shunaqa qilamiz. Demak, ko'pchilik tugatib qo'ydi. Tugatib ko'raylik, chunki cho'q bir xil amalda bo'lishni o'tmaymiz, bo'lish ishlamaydi, bo'lishni o'tmaymiz. Keyingi darsimizda qoldiqliklarni o'tamizda, unda aralashib ketib qoladi aritmetik amal. Ketdik. Qayerga keldim? 5 kara 4 20 bo'ldi. 5 kara 6 30. 2miz bor edi. Shu bilan 32 bo'ladi. 32 ni nima qilaman? 10 ga bo'laman. 3 ta butun 3 ta butun bo'ladi-da, 30 bo'ladi-da, qoldiq 2. 2 ni yozaman, 3 ni eslab qolaman. Demak, 3 bu yoqqa o'taveradi. Endi nima qilaman? Qo'shib chiqaman. Qayerdadir adashgan bo'lsam, naqillar 8 o'zi tushaveradi. 4 o'zi tushaveradi. 6 o'zi bor, sanasimi 3 bor. 36 48 bo'lar ekan, ha? 36 48 ekan. Bu javob shunaqa. Endi men nimaga buni tushuntirib ketdim? E'tibor bering. Ko'paytirganingizda o'sha sanoq sistemadan katta bo'lib ketsa, o'shanga bo'lishni tushuntiryapman. Oldin shuda qoidasi shunaqa. O'shanga bo'lish haqidagi qoldiqni xuddi qo'shish bilan bir xil. Endi ikkilikda boshlaymiz ustozlar. Remil nima deydi? Kamarlarni taqinglar, biz ikkilikda ko'paytirishni o'tamiz. Ketdik. Misol 11 ikkilikda ko'paytirilgan 10. Xuddi o'sha ishni qilamiz. Yechim. Pastma-past qilib yozaveraman. 11 ni ko'paytiraman nechiga? 10 ga. Bunda ham o'sha ish. Har bir elementda har bir element ko'paytirib chiqadi. 0 ni tashab ketaman demanglar. Demak, 0 ni 1 ga ko'paytirib chiqaman. Mana bu elementni har biriga, keyin buni har biriga ko'paytirib chiqaman. 10 ta bo'lsa 10 ta. Oddiy xonada qishlayversa 0 ga 1 0, 0 ga 1 0. Yozinglar, erinmanglar, tashab ketmanglar, chunki xato bo'ladi. Demak, 1 ga 1 1, 1 ga 1 1. Bo'ldi, bunda qoldiq kam bo'ladi. Demak, endi pastma-past qo'shib qo'yaman. 0
1. Javob 110 keladi. Javob 110. Endi yana bitta misol ko'ramiz. Misol. 3 xonali ko'raylik. 111 ko'paytirilgan 11. Nima yozamiz? Yechish. 111 ko'paytirilgan 11. Eslangdan chiqmasin, past qilamiz. Endi 3 xona bo'ladi. Demak, 1 kara 1, 1. Demak, 1 kara 1, 1. 1 kara 1, 1. 1 kara 1, 1. Tamom. Eng pasti. 1 kara 1, 1. 1 kara 1. Bitta bag'dan yozaman, ha? 1 kara 1, 1. Endi nima qilaman? Qo'shib chiqaman. 2 deydi. Demak, 1 ni o'zini tushiraveraman. Mana 1 ni qo'shsam 1 o'zi tushaveradi. 1 ga 1 ni qo'shsam 2. 2 ni yozib haligi bordi. 2 da o'zi yodlab oldilar-ki, yana nima qilaman? 2 ni bo'lib yuboraman. 2 qo'shishda ham o'sha ish, ko'paytirishda ham o'sha ishda. 2 ga bo'lib olsam bitta butunda 0 qoldi. Bu yoqqa 0 yozaman-da. 1 butunni qayerga qo'yaman? Bu yoqqa o'tib ketaman. 1 ga 1, 2, 3. 3 da bor, 3 da bo'lib yuborardim-a 2 ga. O'sha ishni qilasiz, ko'paytirganda ham o'sha ishni qilasiz, qo'shishda ham o'sha ish. Ikkovi bir xil. Ko'paytirish bilan qo'shishda, qo'shganingizda ham ko'paytirganingizda ham o'sha sanoq sistemadan katta son bo'lib ketib qolsa, o'sha sanoq sistemani bo'lib yuborasiz. Qoldig'ini yozib butun olib ketasiz. 2 ni bitta ko'ramanda 2 bo'ladi-da, 1 bo'ladi. Demak, qoldig'ini yozaman, 1 butun bu yoqqa o'tib ketadi. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, yana o'sha 0, yana 1 o'tadi-da, mana 1. 10 101 bo'lyaptimi? Keladi. Bo'ldi javob. Demak, ko'paytirishda shunaqa bo'ladi. 3 xonali ko'paytirish bo'lsa, birinchi uni ko'paytirib turib, keyin 3-chi chiqqan songa 3-chi sonni ko'paytirasizlar. Bilasizlar, oddiy amallar birin-ketinligini ishlaysiz. Hozir 2 xonalida ishladim. 4 xona bo'lsa ham shu 2 likdan bitta misol ko'rib beray, keyin 8 likka o'tamiz. Yana 2 likda ko'paytirish. Misol qanaqa bo'ladi? Ketdik. 10, 11 qiynayman endi. Ko'paytirilgan 111 keladi teng so'roq. Yechim. Demak, yozaman. 1 0 1 1. Keng qilib yozavering, chalg'imaysiz shunda. 1 1 1. 2 ni qo'yib o'tirib. Endi demak, ketdi 1 ga 1. O'zi bo'ladi-da, bunda zo'r-da, 1 ga 1. 1 1 0 1. Keyingisini shu bag'dan bitta bu xona bag'dan yozishni bilib olsangiz bo'ldi mana. Endi mana buni ko'paytiraman. Buni ikkinchini hisoblayman. Buni bo'ldi. Endi mana buni hisoblayman. 1 ga yana nima bo'ladi? 11 1 0 1 bo'ladi. Uchinchisi ham shunaqa ekanda. 10 11. Bunday bo'lar ekanda. Endi buni nima qilaman? Qo'shib chiqaman-da. Mana 1 o'zi tushaveradi. Mana birlar xonasi, e'tibor bering mana. Bunday qilib bo'lsangiz ham bo'laveradi-da. Bunday bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Qo'shayotganda adashib ketmaydi shunaqada. Bo'lib olsangiz bo'laveradi. Demak, 1 o'zi tushaveradi. 1 ga 1, 2, 0 yozib 1 olib o'tib ketamidi, 1 tepaga chiqib ketdi. 1 2 3 bo'ldi. 3 da 1 yozib 1 olib o'tib ketarmidi? Demak, 3 bo'ldi. Yana 1 yozib 1 olib o'tib ketarmidi? Yana qo'shaman. 1 ga 2 bo'ladi. 2 yozmasam 0 yozib 1 olib o'tib ketarmidi? 1 ga 1 ni qo'shsam 0 yozardi-da, 1 olib o'tib ketardi, 1 o'zi tushaveradi. Demak, javobimiz nechi bo'ldi? 1 0 0 1 1 0 1 bo'ldi. Demak, 111 01 bo'ldi javob. Xohlasa, menimcha tushunarli hammada. Bu sizlar uchun bitta naqa bo'ldi. Nima edi? Tamom, 2 xona bo'lsa ham 2 da ko'paytirib ketaverasiz. O'sha o'zi bo'lib chiqadi. 0 bo'lib kelganda ham misol bo'ladi. Misol uchun 111 da ko'paytirilgan 100 bo'lsa. Ko'pchilik yozmaydi-da buni. Nima qilasizlar? Yechishda 111 keyin 100 deb yozsak, ko'pchilik buni 0 ni yozmay, yo'q, yozinglar. Mana 0 0 0, keyingisi 0 0 0, keyingisi 111 bo'ladi, 111. Va nima qilasiz? 0 0 1 1 1. Javob mana shu. Javob 111 0. Tamom.
Bu tamom shu qo'shganingizda, ko'paytirganingizda o'sha bitta xona qilib yozib ketaverasiz, pastma-past qilib qo'shib qo'yadi. Hamma sanoq siymadi shu. Qo'shganingizda 2 dan katta bo'lib ketsa, 2 ga bo'lib yuborasiz, bo'ldi. Juda ham oson bu, juda ham oson. Bu faqat mantiqi shu. Hali masalalar beraman, o'shanda ishlaysizlar. Uyga vazifani ham zo'r tayyorlab qo'yganmiz, tashlab beramiz. Ketdik. Endi 8likni o'rganaylik. 8likda ko'paytirish. Demak, misol beraman. Misol mana necha 44 ko'paytirilgan 8likda ko'paytirilgan 23 bo'lsin 8likda. Mana so'roq. Demak, yechim qilamiz. Katta yozib olaman. 44 ni ko'paytiraman 8likda nechaga? 23 ga. Har biringlarni demak 3 kara 4 12. 12 ni yoza olmayman. Nima qilaman? 12 ni bo'lib yuboraman nechaga? 8 ga. Tushunyapsizlarmi? Ko'paytirgan 8 ga. Demak, bitta butun 8 bo'ladi 4. Demak, 4 ni bu yoqqa yozaman-da, 1 ni eslab qolaman. 1 ni eslab turaman. Esingizdan chiqib qolmasin. Esingizdan chiqib qolmasin. 3 kara 4 yana 12, 1 bilan 13 bo'ldi endi. 13 ni nima qilaman endi? 8 ga bo'lasiz sirazi. 8 ga bo'lsa, bitta bo'lasiz, 8 bo'ladi-da. Javob nima qoldi? 5 bo'ladi. Bu yoqqa 5 ni yozaman. Bo'ldi, qolmadi-da. Haliga mana 1 olib kelib, men yozib qo'yaman mana. Endi 2 ga o'taman. 2 ni 4 ga ko'paytiraman. 8. 8 yo'qda, chunki 7 da. Demak, 8 ni ham bo'lib yuboraman. 8 ni bo'lsam ham o'sha 8 ni bo'laman, mayli, bo'laveray. Bitta ko'ramanda qoldi 0. Bu yoqqa nima qilaman? 0. E'tibor bering, 0 ni bitta chapga yozyapman. Bilasizlar, ikkinchi qatorga o'tdim-da o'sha. Endi yozaman. 2 kara 4 yana 8. Mana 1 bilan nima bo'lib qoldi endi? 9 bo'lib qoldi. 9 ni 8 ga bo'lib yuboraman, bitta ko'raman. 8 bo'lsa 1 bo'ladi-da. 1 bu yoqqa yoziladi. Va bitta butun qolmadi. 1 butun o'zi bu yoqqa tushib qo'yaveradi. Endi qo'shib qo'yaman. 4 ni o'zi bor, 5 o'zi bor 8likda, 2 o'zi bor, 1 o'zi bor. 12 54 bo'lar ekan javob. Demak, javob 12 54 bo'lar ekan. Tushunarli-a? 8 ni qo'yib qo'yasizlar bu indeksiga. Shundaqa tartibga ketadi. 3 xonali bo'lsa ham xuddi shunaqa ketaveradi. 8 xonali bo'lsa ham ko'paytiraverasiz-da, oxirida qo'shaverasiz. Endi mana sal murakkabroq ishlaylik. 8likda yana ko'paytirish. Misol ko'raylik bitta. Misol 8likda qanaqa bo'ladi? Misol uchun 346 ko'paytirilgan 8likda. 54 deylik. Endi 3 xonali bo'ladi. Necha ishlaysizlar bunga? Yozib olaman endi, yechish. Qani ilg'orlar mendan oldin ishlab bo'larmikin? Ishlashni boshlashdi menimcha o'z daftarlariga. Maza qilyapti kimdir. Ilm shunaqa narsada. Tushunsangiz maza qilasiz. Demak, 4 kara 6 24. 24 ni yoza olmayman. 24 da nima qilib yuboraman? 8 ga bo'lib yuboraman. Nechta bor? 3 ta butun bor. 24 bo'ladi-da 0. 0 yozaman. 3 ni eslab turaman. Demak, 4 kara 4 16, 3 bilan necha bo'ladi? 19 bo'ladi. 16 dan 19 nechaga bo'laman? 8 ga bo'laman. 2 ta butun bo'lsa 16 bo'ladi-da 3 bo'ladi. Demak, 3 ni yozaman. 2 ni emas, 2 ni eslab turaman. 4 kara 3 12, 2 bilan 14 bo'ladi. 14 ni yana bo'lib yuboraman nechaga? 8 ga. Bitta ko'ramanda qoldiq 6 bo'ladi. Demak, 6 ni yozaman. Mana 1 ni bu yoqqa yozib qo'yaman, tugadi. Endi 5 kara 6 ni. 5 kara 6 30. Demak, 30 ni ham bo'laman nechaga? 8 ga. 38 ga bo'lsam 3 ta ko'ramanmi? 24. Qoldiq 6 bo'ladi-da. 6 ni yozaman. Mana bitta pastiga yozaman endi. Endi qayerga keldim? 5 kara 6. 5 kara 4 ni hisoblayman. 5 kara 4. 5 kara 4 ni ko'paytirsam 20. 20 emas, chunki men bitta 3 ham bor-da. 3 bor. 23 bo'ladi. Demak, 23 ni bo'laman nechaga? 8 ga. 2 ta bo'ladi, 16 bo'ladi. 7 qoldiq qoladimi? 7 qoldiqni yozaman-da. 2 ni eslab turaman. Demak, 5 kara 3 15, 2 bilan 17. 17 ni ham bo'lib yuboraman 8 ga. Demak, 2 ta ko'raman-da, 16 qoldiq 1 bo'ladi. Demak, 1 ni yozaman.
2 ni olib o'tib ketaman. Endi nima qilaman buni? Qo'shib qo'yaman. Buni 0. Demak, qo'shganda 6, 9 bo'ladi. 9 ham 8 likda yo'q. 8 da yo'q bo'lgani uchun bo'lib yuboraman. Bo'lib yuborsam, yana tushuntiravering, erinmayman. Demak, bitta butun bo'lsa, demak bitta qoldiq bo'ladi. Qoldiqni yozaman, nimasini olib o'tib ketaman? Butunni olib ketaman. 1 ga 6 ni qo'shsam 7, 14 bo'ladi-da. Keling, sirazi endi tezroq ishlayvering. 14 da 6 qoldiq bo'ladi-da, bitta butun bo'ladi. Bitta butun bu yoqqa o'tadi. 3 o'zi kelaveradi. Nima aytdi? 2 bor. Demak, 23 610 bo'lar ekan 8 da. Menimcha tushunib oldinglaring. Demak, javobimiz shu. Demak, qo'shganda ham, ko'paytirganda ham o'zidan katta bo'lib ketsa, o'ziga bo'lib olib turib, javobni chiqarib yozib ketaverasizlar. Bo'ldi. Qoldiqni yozib, butunni olib o'tib ketasizlar. Bo'ldi. Fishka qoldiq yoziladi. Qo'shish bilan ko'paytirishda qoldiq yoziladi, butun olib o'tib ketiladi. Tamom. Ayirish fishkasini berdim. Endi 16likda 16likda qanaqa bo'ladi? 16likda ham boshqacha. 16likda ko'paytirish. Ketdik, misol ko'ramiz. Misol 16 ni ko'paytirish qanaqa bo'ladi? Misolini ko'rib o'tib beraman. Misol uchun qanday qilay? Mana 3a ko'paytirilgan 5 56 deya hozircha. 54 deylik, mumkin-ku. Osonroq. Yechish. Qaranglar. O'sha masalaga aytdim-ku, 16 likda 10 likdan yuqorisa qovusdan foydalanasizlar. 3 ni yozaman, mana buni yozib olyapman. Va nimani yozaman? 10 deb yozib olaman. Mana a ni. Bo'ldi. Endi nima qilaman? Ko'paytiraman. 55 o'zi ketaveradi. 4 o'zi ketaveradi. Endi bo'ldi. Har birini ko'paytirib chiqaman. Demak, 4 kara 10 necha? 40. 40 16 da yo'q-da, yoza olmayman. Nechaga bo'lib o'raman? 16 ga bo'lib o'raman. Ikkita butun bo'lamanda 32 bo'ladi-da, demak 8. Demak 8 ni yozaman bu yoqqa. 2 ni eslab turaman men. 2 ni eslab turaman. 4 kara 3 12. 4 kara 3 12. 12 ga 2 ni qo'ysam 14. 14 bor o'zi. 15 gacha-ku eng kattasi. 14 ni o'zini yozishim mumkin. Bo'ldi. Demak 5 kara 10 keyingisiga o'taman. 5 kara 10 50. 50 ni nima qilaman? 16 ga bo'lib o'raman. Demak, 3 ta ko'raman, 48 bo'ladi. 2. Demak, qoldiqni yozaman men. Bu yoqqa yozaman, endi bitta bu yoqqa o'taman endi. 2 ni yozaman. 3 ni eslab qolaman. 5 kara 3 15. 15 ga 3 ni qo'shsam 18. 18 yo'q, 18 ga nima qilaman? Portlatib yuboraman. Portlatib yuboraman deyman. O'zim shunaqa nom berib olganman. Portlatib yuboraman. Nechiga bo'lib portlatib yuboraman? 16 ga bo'lib yo'q qo'yaman. Chunki 18 da nima bitta ko'ramanda 16 bo'ladi-da. Demak, qoldiq 2 ni yozaman bu yoqqa. 1 bu yoqqa o'tib qolaveradi o'zi. Tugadi. Chunki 5 ga 3 dan ko'paytirgan bo'lsa, 1 o'zi nima bo'ladi? Bu yoqqa o'tadi. Endi nima qilaman? Pasma-pas qilib qo'shib chiqaman. 8 o'zi 8 bo'lib o'tadi. 14 ga 2 ni qo'shsam 14 ga 2 ni qo'shsam 16. 16 yoza olmanda 16 ni ham bo'lib o'raman. Nechiga? 8 ga bo'lib o'raman. 16 ga bo'lib o'raman, kechirasizlar. Bitta ko'rsam 16 bo'ladi-da, bu yerda 0 bo'ladi. Demak, bu yoqqa 0 ni yozaman. Butuni bu yoqqa o'tadi, mana bu. Mana bu aka bu yoqqa keladi. Qo'shishda keladi-ku. 1 ga 2 ni qo'shsam 3, qovus ichida 1 ga 1 o'zi keladi. Demak 13.08 ekan. Javobimiz 13.08 ekan. 16 likda. Shunaqa holatda ishlayverasizlar. Endi bu vaqt nomasin, xullas ishlaysiz, ko'paytirib ketaverasiz. Ko'paytirib ketayotganingizda, yana bitta misol ko'raylik. 16 likda ko'paytirish. Demak, misol ko'raylik. Misol necha qiyinroq bo'lib ketmasin. Misol uchun 34a 16 likda ko'paytiramiz. Endi 3 xonali bo'lganda nima bo'ladi? Misol uchun a bekorga a olmayapman, chunki tezroq ishlaydi. B bo'lsa 11 bo'ladi-da. A 5 qilaylik. Demak, yechish sal joy ko'proq kerak menga. 3imiz 3 bo'lib o'tadi. 4imiz
to'g'ri bo'lib o'tadi. Ayimiz 10 bo'lib o'tadi-da, bo'ldi. Birinchi xona bo'ldi. Endi ko'paytiraman nechiga? A5. 5 birlar xonasiga yozishga majbursiz. A ni bu yoqqa 10 qilib olib bo'ladi. Qovus usuldan ishlang, majbur ishlang. Men sizga aytyapman, ishlaysiz. Erinmang, qovus qiling. Bo'lmasa buni 10 bor-ku. Men bu 10 agar qovus qilmasangiz, mana 34 3410 bo'lib qoladi-da. Mana 10 bitta alohida effektligi uchun shunaqa ishlaysizlar. Shunaqa holatda ishlab ketiladi. Ketdik. Demak, boshlayman. 5 kara 10 50. 50 mumkin emas. 50 nima qilaman? 16 ga bo'lib o'raman. Nimaga 16 ga bo'lyapman? Chunki o'sha sanoq sistemada ishlayapman-da. Demak, 3 ta ko'raman, 48 bo'ladimi? 2 qoldiq bo'ladi, shunaqamidi? Demak, 2 qoldiqni yozaman bu yoqqa. Tamom. Mana 3 ni eslab qolaman. 3 ni eslab qolaman. 5 kara 20, 3 bilan 23. Buni ham 16 ga bo'laman. Demak, bitta ko'ramanda 16 bo'ladi-da, 7 bo'ladi. 7 qoldiqni yozaman, 1 ni eslab qolaman. 5 kara 3 15, 1 bilan 16. 16 ni ham yozaman, 16 ga bo'laman, bitta ko'raman, 16 qoldiq 0. 0 ni yozaman. Uni 1 tugadi, bu yoqqa o'zi o'taveradi. Ketdik. Endi keyingisi 10 kara 10 100. 100 ni yoza olmayman. 100 ni nima qilaman? Bo'laman. Ichiga 16 ga. 6 ta ko'ramanmi? 96 bo'ladimi o'shanda? 96 bo'ladi. 4 qoldiq qoladi. Demak, bitta bu yoqqa yozaman. Mana aka 7 mida, demak 4 ni yozaman. Bu tagiga 4 ni yozaman. Endi 6 ni eslab qolaman. Endi 10 ni 4 ga ko'paytiraman. 46 bilan 46 bo'ldi. Mana 6 bilan 46 bo'ldi. Buni ham nima qilaman? 16 ga bo'lib o'raman. Katta sonda 2 ta ko'rsam 32 bo'ladi-da. 14 qoladi. 14 ni yozaman mana. 0 da mana shu 0 midi? 0 aytmoqchi. Nechi bo'ldi hozir? 14 a? 2 ni eslab qolaman. Endi 10 ni 2 ga ko'paytirdim. Endi 10 ni 3 ga ko'paytirsam 30. 30 bo'lsa, 30 ni nechini qo'shaman? 32 bo'ladi. 32 bo'ladi-da. Buni ham nima qilaman? 16 ga bo'lib o'raman. 2 edi-ku, demak 2 ta ko'rsam 32 bo'ladi-da. Qoldiq 0 bo'ladi. Demak, 0 ni yozaman va 2 bu yoqqa o'tib ketadi. Demak, javobimiz qo'shib chiqaman. 2 o'zi tushaveradi. Qovusdan ochganim yo'q hali. 4 ga 7, 11 o'zi bor 16 likda. 0 ga 14, 14 o'zi bor 16 likda, 1 o'zi bor, 2 o'zi bor. Demak, 2 dan 2 chiqaveradi, 1 chiqaveradi, 14 chiqaveradi, 11 chiqaveradi-da, 2 chiqaveradi. Demak, kechirasizlar. Nima hozir xato qildim, billaymi? Mana chiqarishda ko'rlaymi, xato qayerda ketdi. 14 bo'lib chiqmaydi-da. 14 nima bo'lib chiqadi? Bo'lib chiqadi. 11 B bo'lib chiqadi, 2 bo'lib chiqadi. Demak, javobimiz 22 1 B2. Mana javob 2 1 B2 16 deydi. Tushunarli-a? Demak, xulosa qilamiz. Xulosa. Voy, dod, qaranglar, qoyil. Slaydim ham. Xulosa shuki, ko'paytirganda oddiy ko'paytirasiz. Qaysi sanoq sistemada ko'paytirganingizda o'sha sanoq sistemadagi eng katta raqam sonidan katta bo'lib ketsa, o'sha sanoq sistemaga bo'lib qoldiqni yozib, butunini keyingi ko'paytirmangizga qo'shib ketasiz. Har bir elementga ko'paytirib chiqiladi. Bu bo'yicha misol ishlaganingizda yana tushunib olasizlar. Bugungi rejamiz shundan iborat edi. Keyingi darsda qoldiqlilari bor. Qoldiqlilar bilan ishlaymiz. Ildizlilari bor, davrlilari bor. Olimpiadada rosa anaqa bo'ldi, muhokama bo'ldi. Mana davrlidan o'tish, irratsional sonlar bor, shulardagi arifmetik amallarni turli sanoq sistemalarida o'tishni o'rgataman. Bundan keyin bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o'tish, shunaqa qilib sizlarni sodda qilib, xudo xolasa rejamda bemalol vaqt yetyapti. 4 oylik reja. Sanoq sistemadan keyin yana boshqa bo'limga o'tamiz. Keyin bitta o'rtada umumiy test olamiz, aralash, shunaqa tartibda ketamiz.
ixtiyoriy 3-4 ta ustoz bilan gaplashish, istasalar chatda. Darsimiz manfaatli bo'ldimi? Tushundilaringmi? Sodda yo'l o'zimni amaliyotimda o'tgan yo'llarni qildim. Demak, bugun qo'shishni, ko'paytirishni va ayirishni o'rgandik. Bo'lish haqida gap ketadi. Bo'lish berilmaydi odatda. Agar bo'lishda jicha boshqacharoqda, bo'lishda chunki noto'g'ri bo'ladi. Bo'lishda berilsa ham, men sizga keyin tushuntiraman, keyingi darsda bo'lishni izoh berib ketaman. Bo'lish berilsa, shunday 10 ga o'tib turib, o'shanda bo'lib yana o'tib qo'yasizlar. Buni keyingi darsda tushuntiraman. Yana ikkita darsdan keyin bo'lish tushuntiraman. Hozir bu usulda bo'lish tushuntirsam, uncha qiyinroq. Shuning uchun oson tomonini tushuntiraveray. Bu asosan 3 tada beriladi. 3 tada xudo xolasa beriladi. Hasanboy, bitta ikkita tushunarli bo'ptimi? Savol bormi ekan? So'rang, savol. Menimcha tushundi. 99% odam tushunadi. Odatda repetitorligimda ham bolalarimdan 10 tadan 10 ta tushunardi. 20 tadan 20 ta, 30 tadan 29 ta tushunadi. Bittasi ham sal o'ylanadi-yu, u ham lekin bitta dalda bersa tushunadi. Savol bo'lsa, bitta birorta ikkita odamni ulang. Qo'l ko'taringlar, savoli borlar. Sizcha suhbatlashing. Menga ham g'alati to'g'risi, gaplashib dars o'tib o'rganib qolganman-da. Hozir o'zim o'tsam, yolg'iz qolib ketganga o'xshab g'alati bo'lyapti. Hasanboy eshityapsiz? Hasanboy, mikrofoningizni yoqing. Kim bor? Menimcha savol yo'q ham shekilli-da. Chatni ochaylik. Kim bor? Qo'l ko'tarayotgan kim bor? Biroq qo'l ham ko'targan yo'q. Rahmat ustoz, zo'r tushundik. Alloh rozi bo'lsin. Rosa chiroyli tushuntirdingiz, rahmat. Bu sizlar uchun qo'llanma bo'lib qoladi. Nima deydi? Kursni eslab qolsalaring, любой misol o'quvchini ham tayyorlasalaring bo'ladi. Mana o'tgan safar bekorga tashlab bermayapman. Hasanboy shu yerdami? Hasanboy eshityapsizmi? Qarang. Bekorga tushuntirib bermayapman, uyga olsa bermayapman. Bu shunaqa dasturiy amal bo'lib qoladi-da. Keyingi yilga hali olimpiadaga bola tayyorlasangiz ham tayyor video darsini mana profilingizdan qo'yib bering, mana qiz ilmda o'quvchini tayyorlashdi bor-ku, olimpiadada o'rin olishdi. Yoki o'zingiz hamda misol ixtiyoriy bitta student yoki yangi kirgan bola shu kursni misol aprelgacha kursimni ko'rib, uyga vazifasi ham tayyor yasab beryapman-da o'zim. Shuni ishlab borsa ilm olar ekan ustoz, mana kimning mikrofoni yoniq. Bu misol uchun shunaqa holatmi? Yaxshimi? To'g'ri, shu yo'limiz. Yaxshi ustoz, dars jarayonida ham bemalol foydalansa bo'ladi. Dars jarayonida ham foydalansa bo'ladi. Keyinchalik bolalar tayyorlashda ham foydalansa bo'ladi. Tayyor uyga vazifalar mana bemalol savollar tushyapti-da. Ha, shunaqa. Ertaga bolalaringga ham bemalol shu men bergan uy vazifani chiqarib berib ishlataveringlar. Bolalar tayyorlashda ham bola bilan ishlasangiz ham hali olimpiadalar ko'p, o'zingiz yana takror bo'ladi-da. Uy vazifani ishlanglar birga, ularga beringlar, tahlil qilinglar, qo'shimcha misol ishlanglar, ustozlar to'xtamanglar. Keyingi darsimiz inshaalloh agar vaqt, men endi bitta narsada issiq jonmiz. Payshanba kuni soat 8 ga niyat qilinyapti. Davom bo'ladi, uzluksiz davomli bo'ladi. Payshanba kuni soat 8 ga niyat qilyapmiz. Agar o'zgarish bo'lsa, shuning uchun aytayapman, men payshanba kuni ertami e'lon qilib qo'yaman. Mabodo bir o'zgarish bo'lib qolsa, bir qanaqadir sog'ligimda yoki oilaviy yoki davlat unaqa topshiriqlar bo'lib qolsa, men kunni lekin bir haftada 3 ta dars bo'ladi ustozlar. Bir kun oldin e'lon qilaman. Keyin qaranglar, bitta narsaga yana tushuntirib qo'yay, zapisda ham ketib qolsin. O'rtadagi uy vazifasini tahlillarini qilsam yoki qanaqadir qo'shimcha dars o'tsam, u muhim emas. Mana shu 3 ta dars muhim. Qolgan paytda kirolmay qolibman, bilmay qolibman, shart emas. Men e'lon ham qilmayman ularni. Men asosiy darsni e'lon qilaman. Qolgan darslarni videosi to'planib boraversin. Misol uchun, bu hafta ham yakshanba kunga yoki shanbaga niyat qilyapman, bo'sh vaqtimga qarab. 1 soat, 1,5 soat yoki yarim soat mana keyingi haftalik tayyorlayapman o'z bazamizdan. Keyingi hafta yana 10 ta dars o'tasizlar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ga. O'shalar bo'yicha tayyor dars ishlanma, menimcha manfaatli bo'lyapti va o'shalar bo'yicha tushuntirib beraman. Qanaqa dars o'tish bo'yicha yo'nalish beraman. O'tgan haftani davomi ketadi-da, misol uchun. Misol 7 larda bugun bu haftani PowerPointni boshlab oldik, to'g'rimi? 8 larda HTML ni boshlab oldik.
5lar paintni boshladi, 6lar yana bitta qaysidir bo'limda boshladi, to'g'rimi? 9lar nimani boshladi? Nazariyani, 10lar qaysidir bo'limda, 11lar misol uchun qaysidir bo'limda boshladi. E-biznesni, uzun marketlar o'tib berilaring o'tasizlar bu hafta. Davomini ham yana tushuntirib beraman. Xudo xolasa kurs ham ular ichidan savollar ham tuzib ketamiz. Cambridge bo'yicha ham, ya'ni nazariyaga ham yordam beradi. Xudo xolasa bir yaxshi niyatlar bor. Sanoq sistema kurs tugagandan keyin 35 talik blok yechasizlar. Hammasidan aralash o'zim tuzaman savolni, bazadan olib beraman, SSga tushish ehtimoli bo'lganlarni, shuni yechasizlar. Undan tashqari bu bo'lim tugagandan keyin oliy va birinchi toifali yoki oliyga topshiradiganlar yoki ixtiyoriylar uchun oldingi adabiyotlardan to'plab qo'ygan savollarimni beraman, shuni ham yechasizlar bazadan. Aytdim-ku, oliylarga sal e'tibor beraman, guruh rahbari o'zim bo'laman ularnikini va ularga qo'shimcha yana banbalarni tashlab beraman. Mana shu bo'yicha tushunarli, endi kurs bo'yicha yana gaplashib ketaveramiz. Labbi ustoz. Bering-da, o'zim gapirsam. Attestatsiyaga doimiy bizaga mana shulardan tushadimi yoki aralash turdagi tushadimi? Masalan, 16lik bilan 8likni qo'shing yoki 16lik bilan 10likni ayiring. Aralash tushadi, bir xil ham tushishi mumkin. Aralash tushganligi uchun ikkita darsdan keyin bitta asosga kirdi. Masalan uchun kiloga grammni qo'shalmaysiz-ku, masalan uchun kilogramga va grammni o'tkazib, xuddi shunaqa, bunda ham shunaqada. Har bitta sanoq sistemadan qo'shishni bir xil qilib olamiz, uni alohida dars bor hali. Ularni o'rgatamiz. Ular ustoz qarang, attestatsiyaga tushishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar bor menda, nima tushishi haqida, o'shalar o'rgatiladi. Menga ishonib topshirdilaringmi, men bilan yuringlar, inshaalloh ham birorta bo'lim inshaalloh qolib ketmaydi. Rahmat. Hammaga rahmat. Bugungi dam ustozlar. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana buni saqlab sizlarga tashlab qo'yaman. Boshqa yerga tashlaman. Ustoz, savol bor edi. Uy vazifasini bunday, uy vazifasi qolib ketibdi. Uy vazifasini ertaga tashlayman, kunduzi, obeddan. Hozir tashlasam hamma daftar qalam olishni boshlaydi. Yo'q, shoshilmanglar. Ertaga tashlayman. Ertaga kechqurun indiniga darsim boshlangungacha 1 soat oldingacha, 2 soat oldingacha ishlayverasizlar. 2 kun vaqt beraman uyga vazifaga. Hozirdan charchadlang, damlay olinglar, uyga vazifam tayyor. Ertaga obeddan keyin tashlayman shomgacha. Shomdan keyin bemalol uyda ishlayman bitirib. Hozir tashlasam ertaga ustozlar dars paytida ishlayib o'tiradi. Ertaga darsi bor chunki payshanba tem bo'lib voshi bo'lsizlar. Ertaga kechga tashlasam, ertaga kechquruni bilan uydaliklaringda obeddan keyin tashlayman. Nimaga unaqa qilyapman? Chunki bu amaliyotimdan o'tganda ilmni birinchi darsni beringlar ertaga. Maktabdan maza qil dars o'tinglar. Qo'llanma berdim. O'zlaring tajribalaring bor. Ertaga dars paytida chalg'imanglar. Ertaga obeddan keyin uy vazifasini tashlayman. Uy vazifasini uyga borib bemalol peshindan keyin sizdan tashab qo'yaman. Yoki kechgacha, kechqurungacha tashlayman, shomgacha. Ertaga kechqurun ishlanglar, 1 soat ishlab qoladigan vazifa. Indiniga payshanba kuni kun bo'yi ishlang, bo'sh bo'lasiz. Payshanba kuni uchun men tumanda mentorman, men dars o'taman, sizlar uyda bo'lasizlar. Ko'p yo'q, maktabda darslaring yo'q. Payshanba kuni kechgacha ishlab turib bemalol tashlayverasizlar. Payshanba kuni yechimini tashlayman, tekshirib olasizlar, yangi dars o'tib ketadi. Tartib shunaqa bo'ladi, ustozlar. Qani, shu tartib yaxshimi hamma uchun? Ustozlar tashlab berasizlar. Labbi ustozlar. Ustoz, video darslar bo'limida topamizmi? Hammasi bitta joydami? Video darslar bo'limiga ham tashlaymiz. Bugundan boshlab kanal ochdik. Kanalda ketadi. Kanalda topish osonroq-ku. Video darslar ham, uyga vazifalar ham, fayllar ham kanalda bu yerda yozishma bo'lmaydi. Bu guruhda bemalol muhokama qilaveringlar. Hozir mana kim tushunmagan bo'lsa, bir ikkita misol tashlab ko'ringlar, gaplashinglar, yozishinglar. Lekin bugun uxlanglar, ustozlar. Bo'ldi, tamom. Insonga uyqu ham kerak. Ertaga dars o'tishimiz. Yaxshi, tamom. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz Labbi, siz bilan gaplashaylik, keyin chatni yopaman. Zapis tashlab berasizmi? Sal kechroq qilib qo'ygandimda. Hozirroq tashlab beriladi. Bemalol 2 kun ichida ko'rib, uyga vazifa bajaraverasizlar. Videoni qo'yib oling, qaytaring, o'tkazing, ko'ring, vazifani bajaring. Zapis tashlab beriladi. Rahmat katta ustoz. Sog' bo'linglar. Ustoz, rahmat katta. Yaxshi bo'linglar. Domla. Labbi ustoz. So'rash boribdi. Ha, bering savol. Nima savoli? Domla degan so'z eshitilib qoldi. Jichcha qoldi deb borishim.
16likda qo'shishda ham, ko'paytirishda ham, chalkashda ham rosa ko'p birinchida ketyapti-da, keyin haligi o'sha 16likka o'ziga alohida ko'proq misol tashlab bera olasizmi? Ha, 16liga bittadan ikkitadan qo'shib qo'yaman. Uni keyin yana muhokama ham qilamiz, javoblarni ham tashlaymiz. Keyin mana chatlar ochiq, o'zingiz bilan birlashtirib qo'ydim-ku, ikkinchi toifa chatiga yozsangiz yoki 0 chatga yozsangiz, o'sha yerda sizga javob beradigan ustozlarni bir ikkitasiga aytib qo'yganman, guruh rahbari o'zimni taniganlarimdan. Shular javob berib yordam berishadi. Bir-birimiz bilan biz bitta oilamiz. Juda ham tushunmasangiz savol beraverasizlar. Hamma ham emas, bor-da, misol tarkibimizda yangilar bor. Jicha ko'proq shug'ullanishlaring kerak. Demak, 16lik bo'yicha jichani ABlar chalg'itadi odamni, hammada ham misol ishlaganda takrorlanadi. Biz 3 partiya bu. Hali bunga yana qaytamiz. Ustoz, meni savol bor edi. Labbi ustoz. Uni sayt yopib qo'ymang. Saytda boyagi oxirgi qo'shishingizda 16likda ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Shunga ya siz adashib, men adashib ketib qoldim. Shuni so'ramoqchi edim. Men adashgan bo'lishim mumkin. Men endi charchoq insonman. Hali xatolarini Alloh kechirsin. Hali arifmetik xato qilgan bo'lsam, ilmiy nima deydi, asosi bor-ku, fishkasi. Siz fishkasini ishlasangiz bo'ldi. Hali javobdan xato izlash, misol uchun bor-da, 7 × 7 ni 49, 7 × 6 ni 49 deb ketishim mumkin misolda. Endi tez ishlayotganda. Unday emas. Bu tomonda mana bu birinchisi yozganingizda chap tomonni yoz, ikkinchi yozganingizda 10 tomonni yoz. Aralashib ketmadimi deb o'sha men tushunmay qoldim. Bo'lishi mumkin. Endi videoni ko'rib olasizlar, xato bo'lsa o'sha yerda zametga qilib qo'ying. Qolgan ustozlar ham o'sha videoni mana joyda ustoz adashiblar deylar, xato qilguvchimiz hammamiz. Allohga ham bu yoqadi. O'sha yerda zametga qilib qo'yasizlar, men adashgan bo'lishim mumkin. Hammaga rahmat, yaxshi namoyon. Rahmat e'tibor uchun.